Beni söndürsen. O İsmail. Seni burada öldürmeyeceğim. Dolkun! Senin balas kolunu kan! Dolkun! Bıraksınlar! Dolkun! Oldukun oyunu kalıdı! Polis peşini tutu! Oldukun! Sayın Dolkun! Kishi o'z taqdiriga oldin hukm qilinmaydi. Agar insonlarda o'z taqdirini oldin bilalaydigan qudrat bo'lsa-di, hech kim pushaymonga qolmas edi. Turmush o'zining rangarang va agir to'qayligi bilan go'zal. Ana shu go'zallik ichida shundoq bir kunlarmi keladi-ki, inson o'zining nima bo'lganligini bilolmay g'angirash ilkida qoladi. İnsonga turmushning ochiq savig'i nisb bo'lmasa, u mangu o'zidagi savallikni his qilolmaydi. Uning quchug'idagi bir nori sedi jonqu. Taqdirning ig'ir chaqchig'i hadiya qilgan bu sovg'iga zodi nima degani? Nem bo'pti? O'mi o'zimni uyi. Sizlar sevindirib berdi. Qiyin qil. Uydagilar ko'rib qolgan bo'lsa, qanday qiladi? Ko'rib qolsa nima bo'ladi? Ikkimizning to'yini baldirga qilib qo'ydi shu. Aski. Tavatgan ketini qil. Beguman, bizning qachonmi baxtli oilamiz bo'ladi. Xudoyim buyursa. Bizning uyimiz bo'lsa, yana texi omaq o'g'limiz bo'lsa, o meni dada deb chaqirib kelsa, ha? Uy, eski, kelin. Bugun bek ko'ngil bo'ldi, ya. Dolqun! Hoy, Dolqun! Meni saqlab tur, hozirlik kelman. Ha, mana. Dolqun! Opang seni izlab yursa, bu yerda yurasan-ku balam. Ha? Savoqdishim uchrab qolgandi. Savoqdishim degan. Ha.
Uyga tezroq borgin balam. Opang tamoq saqlab qoldi. Ma'qul. Dada, bugun ajab buya kelyapsan qo'y. Balam, mahalliga qaraganda bu yerda so'di yaxshikan emasmi? O'ta yo'l deganda ishmi ko'p keladi ekan. Ama beriver. Ma'qul emsa, men mandim. Boyqi kishi kim bo'ladi, Dolqon? O bizning tam qo'shnimiz. Dadamda azroq ishi bor ekan. Shuni meni chaqiribdi. Ha, mundaqda. Maligimi kelib qoldik. Men kirib ketay, Dolqon. Bebinur, Hı? әті нәрді көршіміз. Konu joyda saqla. Ha? Tova. Dolqun shundoq samimiy yigit deb ishongan edi. Lekin u qarab turib meni aldayotdi. Dadasini mendan yoshirganga qaraganda, uning men bilan to'y qilish maqsadi yo'qmi? Oğlum, işin mi çoğuyup kaldı? Hem de bunda bir kay yürüyüversen. Şu emasmi balam? Äti ögünsini öyleydigan çağda. Kız taraf näde işleydi, nemi hünür ba dep sürüştü kılıdı. Şunç közüngü qarap okusak, ya mektepte yaxşı okumadın jenim balam. Ämdi bolsumu, birä hünerning peşini tutsaң bolatdy. Apang rastaydı oğlum. Äti ögün quruq söylep canığı asqatmaydı. Hazırgı bizba ötüp kete. Lekin toy qısan. Gepimni anlap, mozduzluq ünürümni bolsumu, ügünüp qoyğının yaxşı balam. Hükümetin terilgiyaga hisoblap bergen pulni yaxshiroq tijoratga ishlatmay, beka so'rib tugatdi. Tijoratni aplashtiranmagandan keyin hunar bo'lsimi o'rgansang bo'ladi, balam. Men sizlarga necha dedim-ku, hunar o'rgangim yo'q deb. To'pig'im ilinib, necha g'irish qazmoq bo'lib topadiganimiz aran 2 tok pul. Jurat og'inam dedi. O cho'ngroq sodiga tutish qilgan aman meni sherik qilib olgan bo'ldi. Sizlar meni qistavamsanglar-chu? Onunğumu bir munch sarmoya ketidi balam. Qarasam, loyig'ingmi badaq qiladi. Agar to'yga qo'pib qolsak, Ne mandaq beshimni og'irtayversizlar. Meni aromimni qo'yamsizlar yo'q. Dolqun, tönügünki kishi zodi kim u? Rast tam qo'shningiz shundaqmi? Yo'q. O mening dadam. Mana emasmi Dolqun? Nemishqa menga yolg'on so'zlaysiz? Uni dada deyish shundaq tasma? Sizni mushinchilik qilgan ashu mo'zduz dadingiz emasmi Dolqun? Men ko'yganlik qizga mening dadam mo'zdoz deb yursam bo'lmas. Men keyincha cho'ng savdo bilan shug'ullangan o'g'il bola tursin. Ko'yganli qizga? Demak, men sizning nazaringizda ko'yganli qiz, shundaqmi Dolqun? Meni xato tushunib qolma, Bebinur. Men sizni rostini yaxshi ko'raman. Dolqun.
sizni bundaq qila deb o'ylamagan edim. Hayır. Bibinur, gepimni anglang. Men sizga tushundiray. Bibinur. Bibinur. Men qandaq qilman Jur'at? Siz uydagilarni obdan bilasiz. Bu ahvollarni bildigan bo'lsa meni o'ldirib yetishmaydi. Balını çürüteylemse. Nima? Balni tushirgizib etib shunda qasallik qutlay demsiz? Bilib qo'ying, men balni hargiz tushirmayman. Ha, nemelan deydigan sen canım? Ha? Hozircha balını çürütüp tursan, ha? Balini hargiz tushirmayman. Uning bilan ajrashing. Ajrashqil unmayapsan. O'zingiz ajrashqish yo'q yurgansiz. O degan boyvachchaning qizi, shuni qanday chaplashib olgansiz? Oy. To'lqinqa bu. Nim bo'lganda onunqa. Nim ochmas bo'lib ketgandi. Tog'dan so'zlasam bog'dan so'zlaydi-ku bu. Aldirma canım. Buguncha ma'qulni olib qaytib turgan. Qolgan ishni keyinchi birnim deyishayli. Men To'lqin og'inamdan ahvol so'rab boqay. Xotirjam bo'l jinim. Men seni hargiz noumid qo'ymayman. Menga ishongin. Bo'lamdi. Buguncha qaytib turgan. Hey, To'lqin. To'lqin. Oy, Voy, jiratmisan ag'ina? nima ko'p ichib olgansan og'ina? Ha? Qanday ahvoling? Yaxshi, yaxshi. O'zingchi. Ha, yaxshi. Ha, ichib olsang davomli qo'shingni bilmay qoladigan qo'ying bor sen. Bir yerda yiqilib qolsang qanday qilasan? Ha? Undaqmi chiqichabsan? Ichman. Dardni deb ichman ag'ina. Dardida? Ha, jira. Undaq bo'lsa men sening dardingni bir anglab boqay. Sadi, nima darding borki sening? Ha? Ha. Chiqa. Avayla. Ha? Hoca. Ey dadaş. Bugün sana zat nima bo'ldi? Ha? Degine adaş. Men zaten neyim bo'lgan odam? Nemishqa sendek cho'ng savdogar bo'lolmayman? Nemishqa ta hozirgacha to'y qilolmayman? Nemishqa Bibinur meni tashlab ketdi? Ayta. Zaten nemishqa? Voy voy, maldan tasmini. Hey, qizbol tashlab ketganga yig'lab juramsan, ha? Aytar, zodi kim seni tashlab ketdi? Daha kim bo'ladi? To'y qilmoqchi bo'lgan loyiqim tashlab ketdi. Adaş, men saqlaqo. Toza chiroyli qizdan birni o'zim tunishtirib qo'yman. Men degan mo'zduzning o'g'li. Meni hech kim yaratmaydi, adaş. Hech kim yaratmaydi. Hay. Sen degan cho, hammani cho'ng savdogar bo'lsa, buningda chataq yo'q.
Şu çağda kız degen aqından qandaq жүгірейді? Andın bilsen, ha? Rasma? Dilxumar degen nemeni qandaq qilsam bo'la? To'lqinga tunishtirsamchi. To'g'ri. Bu chora bo'lmadek. Jurat. Ha? Nim bo'ldi? Xiyol surib yetib ketibsiz-g'o. Nem bo'ladi? Xalqning g'amini yo'qotaman shu. Nima? Xalqning g'ami? Voy, o'chiqroqdan zod nima ish bo'ldi? To'lqinni tunishsiz-g'o. Ha. Uning bir ish bo'lmagandi. Bir ish qo bo'g'ini yo'q. Lekin ash bichara ta hozirgacha loyiq topolmay, to'y qilolmay yuraydi. Tova xudoyim. Shundoq yaxshi yigitmi ta hozirgacha to'y qilolmay yursa. Hammasi bog'o. Pulning dadi shu. Agar shuning puli bo'lgan bo'lsa, qiz bola degan bog'o uning kaynidan tik yuradi. Undaqmi deb ketmang Jurat. Ko'ngil deganni pul bilan setib olg'ili bo'ladimi? Shu bichariga obdaroq loyiq bo'lgan bo'lsa, birini topsa bo'ladi. Shuni dang. Haras. Heliq Dilxumar degan do'stingiz-chi? Haras Dilxumar. Tov xudoyim, ajab boldir esim kelmabdi. Ashu bicharningmi bir yigitdan ta hozirgacha tali chiqmayotdi desa, u kim bilan yursa, shu uni tashlab ketib qoladi. Bo'sig'u ashu ikkisini bir tepishtirib qo'ygan bo'lsak, toza obdan bo'ladi. Biroq shu Nim biroq? Dilxumarning talabi bakli yuqori deyman. Hey, avval ko'rish baqson. Ko'rishgandan keyin andin to'lqinni andaq yaxshi, mundaq yaxshi, mundaq kelishgan, qo'l ilkidi ba deb maqtaysiz. Andin ikkisining besh bir ekanmamda jinim. Ha? Shundoq qilamliq ya. Savobnim olamas. Bo'z shunday bir qilmaylimi? Ha? Ma'qul emisa, ularning beshini bir qilsak bizga savob bo'lib qolar. Undaq yer bosmaydi. Balli. Mana endi ayolim qo'shidinglar. Mayli emisa. Dilxumar, ma'ngum amal bo'lmadi. Ajrashiman desam, ayolim har ikkimizni sotib so'rab apirdiga o'xshaydi. U chaqda har ikkimizning tugashgani shu. Endi kelganda siz nim demoqchi Jurat? Sizga deb qo'yay, men tashlayman deb ham xiyol qilmang. Voy, nima bilan deydigan siz amrig'im? Men sizdan ayrilaman deganim yo'q-ku. Bundaq yuraversak, oqibatimizmi yaxshi bo'lmag'idek. Siz degan qiz bola. Atogin ish oshkorlansa, ota-onamizga nima deymiz? Haqlagichu. Uningdan ko'ra haq ish nimani bilmasda to'y qilsangiz yaxshi bo'ladi. To'y qilib ajrassamchi? Vah. O chaqda gulguliga keldi degan so'z. Ha? Undaq sizda peqin hemen kim gitdigiman? Xotirjam bo'ling. Meni toza yumshoq bosh do'stimdan birisi bor. Qolgan gap sizning uni o'zingizga qanday qaratishingizni qoldi. Bo'pti, ko'rsam ko'rshay. Amiz kelishdik. Xotirjam bo'g'in. U bek yaxshi yigit. Cho'qim chiqib qolsizlar. Bu so'rinni sizlarni deb rasladim. Ajrim yedi qo'yma. Yuraklik bu. Ha? Navada o qiz. Hey, to'la tilingni chaynamay, yuraklikrak bo'lmamsa, uningda gap yo'q. Hamma gap senda qoldi. Ha? Voy. Qanday ahvolinglar? Kelinglar. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz. Sizlarni tunishtirib qo'yay. Bu yoqning ismi Dolpon. Buniki men bilan birga savdo qiladi. Kelgusida cho'ng savdogar bo'ladi. Xuddi menga o'xshash. Qanday nima-da? To'g'ri. Qanday kunlar? Do'stingizni tunishtirmabsiz? Do'stimning ismi Dilxumar. Mening yaqin do'stim ham saboqdishim.
Özü xushchaqchaq muloyim qiz. Tanışıp qelinglar. Altın üzükке yaqut ko'z degan shu bo'ldi-da, ha? Ha? Rahmatchimi adash. Yaxshi qiz ekan. Rahmatimni keyin etsam ulgursan. Ha? Qani, elinglar. Ha? Meni ag'ishib o'tiringlar. Adash, ala. Qanamsa. Xo'ja. Ha, xo'shamisa. Xo'sha. Xo'ja. Ha, elinglar. Tatmay elinglar, ha? Qanadash. Xo'sh. To'lqin bilan so'qishtirmabsan. Jurat. Amsa, men qaytqashtiray. Sizlar o'ltiraveringlar. Hay, xolos. Ne bo'ldi? Birdam o'ltamamsiz. Birdam qaytmasam bo'lmaydi. Bali qo'shnilarnikida qolgandi. Bu chaqqa yig'lab Birdam o'ltirmamsiz. Sizlar o'tiraveringlar. Hech qilsa yo'q, ha? Birdam o'ltirsam bo'lmaydi. Ish yo'q bo'ldi qila. Mening bu o'ltag'im batdi. Biroq baladan azlab qoldi ekanman. O'tiringlar. Amsa menga ya. Bo'ldi dadash, keyin ko'rishamiz. Ma'qul, xo'shamiz. Ha, xo'sh. Ma'qulamsa. Ha, xo'sh. Ha, o'tiringlar. O'tiraveringlar. O'ltadash. Aladash. Bo'ldi. Zo'la vermegin. Boyatdan xeyli ichdim. Endi yana ichiversan, masub qilib satlashib qolmay. Zo'lmag'in adash. Ha? Hey, aroq deganni bugünkidek chaqda ichmay, qandoq chaqda ichatdi? Ha? Uning ustiga bugun Dilxumor bilan tunji qatim o'ltirishimiz. Uning yuzini qilmabsan? Qandoq dedim Dilxumor, ha? Happali, aladash. Ha. Xo'ja. Xo'ja. Ha, qani xo'ja. Ha, xo'ja. Ishqinglarning baxt uchun, ha? Xo'ja. Siz To'lqin. Har qancha mas bo'lsa-o'zmi, o'shundaqmi? Yenilik biz qilamiz. qanday bo'lib Tunugun kechda meni zo'rlab bu yotoqqa keldingiz. Yotoqqa kelib, unmasam unmay. Tunugun aroqni jiqichib qo'yibdiman. Eg'ir masub qopdiman. Men rostilla hech nimani bilmayman.
Endi men qandaq qilaman? Ota-onamning, xalq-alamning oldida qandaq beshimni ko'tarib yurayman? Oningda mening o'lginim yaxshi. Xotirjam bo'ling. Men degan o'g'il bola. O'zim qilgan ishqa o'zim ega bo'la olayman. Biz to'y qilaylik. To'y? Endi to'y qilmasak bo'lmaydi. Kep qoldim. Xo'sh. Xo'sh. Xo'sh emsa. Xo'sh. Apa, to'yni tezroq qilib etsak bo'ladi-ya. Canım balam, bu qızның toylıqı bəkmə eğirkən, bizdə unçolacıq pul bolmasa qandaq qılımız? Şu emasmı? Bəhməz qızның toyluğu eğir dep, şunca olamı köp toyluq bolamdı. Dada, qandaq qilamiz endi? Hozir hamma yerda shundoq tursa, chidamaymi amal yo'q deymi? Avvalqı layıqını bəkmə mulayim, obdanı qız ikən dep anlıqan edim. Şunu kelin qılıb alğan bolsaqmı qo? Şu emasmı? Dada, biriga nasdan, biriga pastdan, biriga mo'rmasdan qo'q deb tikan. Ondaq mo'rmas qizdan Dilxumar ming ortiq deymi? Undaqmı dep ketmə, canım balam, undaqmı dep ketmə. Çücünü küzdü sanağın deydiğen gəpə emasmı? Undaq demə balam. Bunca ola köp toyluqqa qandaqmı qılamız əmdi? Dada, bo'lmasa mazmunning yermin setib turamiz. Nima? Nima?
Şunda qılaylımı? Şunda qısaq bolarmı? Hamana. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hey Dolqon. Sen işini qilayman. Qandaq ahvoling balam? Yaxshi turdingmi, ha? To'y ishingdan xabar topdim balam. Agar ota-onang bilan yaqin o'tmagan bo'lsam, seni bu yerga chaqirib avar qilib yurmaydim. Men hammani angladim. Ota-onangning ko'z ishi meni so'zlashga majbur qildi. Oldin xitimi tijorat qilaman deb, nurg'un ziyon tortib, hukumat yagi hisoblab bergan bir munch pulni yo'q qilding. Ha? Mana endi to'y qilaman deb, ota-onangning bir umr topgan asli vaslini yo'qtaydamsan? Ha? Oho, shu Tursunka. Lekin Jurat og'inam yordam qilaman deyotgan edi. Ota-onam buga odam qarab tursa bo'lmas. Hey Dolqon, lekin sen Tursunka, meningmi do'st dushmanim bor. Uning ustiga hozirgi to'ylarning hammasi shundoq bo'lyapsa. mayli bo'pti bola. Har holda o'ylashibroq ish qilasan. Bo'lamdi. Ma'qul apsa. Men ma'qul. Ma'qul. Yo'qolib ketmay kelib tur, ha? Ma'qul. Qo'shamisa. Yo'qolib ketdingizmi? Sizni xotirjam arigitiga olsin dedim jedim. Haras, ilk kunki o'rinlashtirish uchun Gulnarning xabari yo'qdi. Qiziq gap qiladigansiz. Xabar bo'lsa bo'ladimi? Men undan ahmoqlardan emas. Undaq yaxshiga. Aras. To'yliqni bak eg'ir selaverma. Kim qolgan joylar bo'lsa, keyin to'liqlab beraman. Undaq yeringiz bo'lsa chataq yo'q. Men qachon sizni aldab boqqan jedim? Yaxshimisiz Bebinur? Yaxshi. O'sh, nim gap qilmadimga bazak tikilib tursiz. Men hamma yoqqa. A'udzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmain. Tudaxunning qizi Dilxumar öz ixtiyorlig'ingiz bilan Amitaxunning o'g'li Dolqunjonga o'zingizni qotillikqa qabul etdingizmi? Qabul qildingizmi? Qabul qildim. Qabul qildim dedi. Axınom qabul qilibdi. Dolqunjon, Tudaxunning qizi Dilxumarni qotillikqa oldingizmi? Aldım. Arhamar Rahimin. Amin. Allahu Ekber. Allohu
Mübarek olsun. Bo'la adash. Mübarek olsun. Dolqun mübarek olsun balam. Mübarek olsun. Ha, qani memonlar. Elisizlar. Elisizlar. Dolqunjonning to'yini qilib olib, xotirjam bo'lishdilar, ha? Ey, aqistirabdi kelganlar yo'l silibdilar, ha? Rahmat ag'ina. To'yinglarga muborak olsun adash. Rahmat sana. Yaxshi xotin eyvallah juma, ha? Baxting va juma sen. Muborak olsun. Xo'sh. Rahmat. Xo'sh. To'yning hisobini qilib Ma'qul. Adash, to'yning hisobini qilib aytdim. Sen xotirjam bo'l, ha? Rahmatchimi adash. Sen bilan biz aloqani bunchalik ishga rahmat deyish ketamiz. Bizga ko'p yordam qildi. Rahmat demasak bo'ladi. Qara, tirnoqni to'xtirda qizni birini elib oldi, ha? Bundoq to'yga qanchalik hajsak arziydi. Rahmat. Elama. Heliqi qarz egisi yana kapti bolam. Qarzlarni degan möhlat ichida qaytirmasak, to'xtam bo'yicha yer xetini bermakdan boshqa chora yo'q. Ay, qandaqmi qilamiz? Ajabmi to'ydim bu uydan? Dilxumar. Ay, tova. Qarab turib qilayotgan qilg'ini qaranglar. Hey, nimonda qilasiz? Men qiptiman. Ota-onamning oldida nimonda satqiliq qilasiz? Qachonli qarzning gapi? Usta, qarz egilari oldirib qanday qilamiz? Sizmi jur'atdek o'g'il olgandan keyin pul tepishni qilamiz? Dadangizdan xatning kashni yomon topgan ikki to'q pulga bizning uyimiz uy bo'ladimi? Jur'at cho'ng savdo chiqqani hamon seni chaqirman dedi-ku. Shunga Sizchi? Sizning boqa odam. Jur'at bo'lmasa boqqanamsiz? Qandoq degan lotining bu? og'zingni yum. Yumay ma'qulqada ilm mo'zdo'da o'yini gap qilmay turib berayotgan xo'sh bo'l. Sen Yana azroq ichib boqsizlar dadisi. Kela bolam, kela. Dada, ahvolim qandaqroq? Xudoga shukr, bolam. Bola, Dilxumar kelmadimi? Onun sal mijozi yo'q ekan. on sakkizinchi karvatdagi bemorning egisini mas'ul doktor chaqiryotdi. Bolam, men doktor bilan ko'rishib kiray, sen dadangga qarab turgin, ha?
Teşlikmi? Keling, yaxshimisiz? Doktor. Chaqirtib ekansiz, bir ish bormidi? Shundaq. Bemorning kasallik natijasi chiqdi. Ko'nglingizni yerim qilmang edi. Herhalde ideya jihatdan tayyorlik ko'rib qo'yinglar. Yo'ldoshingiz jigar rakining eng oxirgi bosqichiga berib qopti. Shunglashqa Nima? bolnisdan olib chiqib, yaxshi kutinglar. Ko'nglingizni yerim qilmang. Voy, Ada, nima bo'ldingiz? Ada? Allahu Ekber. Yıklama balam, yıklama. Özünü besi bakın. Balam, oldukken ata-ananın ruhu korunup kalmışsın, ha? Aman kaçı oğlum. Ketken'den kendiden ketkili bulmaydı o. Ha? Ture balam. Başpanasız kaldım bu abla. Yönetçisiz kaldım bu. Oldu yıklama. Sen yüzü beni taşlar gittiler. Sabır kılın balam, sabır kıl. Özünü besi ölmegen candı. Sırka, kelide pikna. Ölmegen candı, ümmit var balam. Yıklama, yaman boludu. Bak. Hey, yetip yesici tağımı taşımaydı. Pul tep berdiğe atanız allaqachon tugab ketdi. Tom pul tapay demay kechkisi mushundoq yotamsiz? Tating'a putingizni. Neymiş kim oğlanın kadriga yetmegandimi? Hüner ögen dese, neymiş kim ögenmegandimi? Oş, xotin kishdak tol ko'zingizning suyini qitmang ha. Hüner ögendim deb nolsiz bo'lsangiz bo'lamdi. Daryodagi qunduzmi, osmondagi yulduzmi, bu jahonda er yo'qdek topgan ering mo'zduzmi deb haqning oldida kulki qilsam bo'lamdi, shundaqmi? Onun sizmi qo'limdan hech ish kelmasa? Ha, hech ish kelmaydigani o'zingizmi bildikansiz ha? O'g'irliqchi topgan ikki tok pulingizni qo'saq to'yamdi. Esit sizga tekkinimga esit. Ezilib yotmay qo'pira o'rningizdan. Hey, nima demoqchisan, ha? Nima debdiman? Pul topsin dedim. Mening dadimjaq og'illa. Lekin patarda cho'qim bayib ketaman. Kim? Voy, jur'atsiz Ben ekansiz. ben amrig'im. Nimancha avar bo'lgansiz? Avar olmayamisa, o'g'lim yaxshi oziqlanmas bo'lamdi. O'tib bering, saram. Haq angli sattirmamdi. Hech kim anglamaydi jinim. Eringiz olsa allaqachon qavoxonda mas'ub yetib qoldi. Nima ko'rdingiz? To'qmish tomamda. Qarasam g'arqmas. Sho'man g'ippidi bu yer kelishim. Hejab o'sh bo'ldim Alloh taologa. Ichishdan boshqani bilmagan. Voy jinim. Ağzınız nimaç içtik sizni, ha? İçtik olmam deyemse, onunla tegip qalğanımğa min pushaymonim bor. Ya ko'nglimni olamasa, ya o'zini xush qilamasa.
Bo'ldi qiling jinim, ha? Agar hushyorroq birasiga tegib qolgan bo'lsangiz, ba'zi ishlarning hudisidan qandoq chiqardingiz? Oş, hem sizin kasaptınız. Nereden mi tanıştırdınız onu? Bo'ldi qiling. Yeningizda mana men bor, ha? Oy. Dolqun bu. Ha? Nima bo'lganda bu? Ha? Dolqun? Dolqun tura. Hey Dolqun? Tura, tura. Tura. Nima bo'ldi? Ha? Hey, ko'zingni och. Ko'zingni och deyman. Hey Dolqun. Tura. Hey Dolqun tura. Hey. Sta. Bek mas'ul ketibsa. Tura. Mushundaqmi ishgan bu maraqni? Kel. Dilxumar! 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 Vay kim o? Men, Dolqun akaga. Vay kim o? Vay men. Dolqunga mariqish mas'ul qopdi. Vay, nim bo'pti buningga? Sta chiqroq ishib ko'chada yetib qopti ekan. Men keldim. Kel. Uyga kirib deymi? Ha? Vay can, mushat yetqizib qo'ying ha? Ma'qul. Mushatlaysan. Shundaq mas'ul ham bormi? Qarang, uning masligini. Yata. Dilxumar, men qaytdim o'zi. Sizni avar qildik. Yo'q, hech qisi yo'q. Qo'shimsan. Vey, kunda ichishni bilgan bundaq yashiqchi o'lsangchi. Bozorga chiqmay tek yetibsan-ku. Isit sendek er bo'g'ichi. Ne qari so'rilib yurgan. Nim davatsa, ha? Hey, bundaq yashiqchi o'lmasan olmamdi. Qara aptinga. Soqilini amig'i necha topdi. Negili qarisi eshakdek ig'inib yurgan. Teyasını içişini bilgen. Vallahva. To'liq qopsima. Oy saran oyoq geç. Men suv chashqirak bo'ldingmi? Hey, mava uydichi qo'sqimiz osh qilyapti, osh. Mava bal o'lay dedi. Ko'cha xotin balarini boqamadim, sazoyi deb chiq. To'liq qopsima, saran. Saran degan sen. Sen o'xshash ishtini topamiz xotinning paypig'ini tartib kirganini saran deydi. Hey, to'liq so'zlama. Az topsam bu kunimiz yomon emas o'tyapti-ku. O'zimni o'ngshi vaqtcha meni gunohini qo'yamsan yo'q. Divanchilik qismi kun degan o'tadi. Uningdan ko'ra ajrat og'inangga qarab baqsan bo'lmanda, u ayolga qarab baqa, uylarga qarab baqa. Sen mushularga o'xshash pul topsan bo'lmanda, ya ayollar bilan choy o'ynayolmagan, ya o'yin tomoshaning tayin bo'lmagan, kiyim-kechaklarini hammasi modli qolgan kiyimlar. Bu oyda oxir o'ltirsan-ku meni. Hey, Shuhrida, senchilik kiyamaydigan, bizchilik yemaydigan ne odamlar bor. Nima degan to'liq jidal bu? Qo'shnilarimizning hammasi bizning jaqto'ydi-ku. Da'tizdi da. Ajrat og'in. Hey! Jepjinimga tegdi-ha? Berib shuningga tegmabsan. Ha, tegma qanda. Ola, ma balani ol. Men mushu uydan chiqib kelsammi bo'ldi-ku? Chiqmam, oshlarni qishqla. U sat xoraq kes. Yo'qol ko'zimdan.
Kötü kızgınını. Ne varsan da. Ulan zelle. To'g'ri, bir obdan var etti. Siz bulmasanız yaşayamayman Dolqun. İsit, sen de karak geçkin nimişkim tek kendime. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom bolam. Qanday ahvoling? Ha? Obdan turdingmi? Ha? To'lqon? Boshqa shil tursan, bir ish bo'lmagandi. Ha? Gap qila? Tursun ka. Burun bilmabdi ekanman. Ota-onamning sizning qadringizga mana endi yetyapman. Bilet epsetibmi bu oilani hech qamdayolmadim. Men endi qanday qilishimni bilmayapman Tursun ka. Öz vaqtida bizning nasihatimizni anglamading. Mana endi ziminingning tang yerimi qarz egalarining qo'liga o'tib ketdi. Ilgari ot hunarni pes ko'rgan edim. Mana endi qarang'i bozorda poyez belti ilib setib, bayonkeşlik qilibyapsan. Hey, maqara. Aramni ko'nglim ko'tirdi-yu, balamni ko'tarmamda. Mana hüner degan tugmas buloq. Ha? Balam, elan bo'lsa-mu aqlingga kel. To'lqon maqara. Poyez biletini arzon ilib, qimmat setib, vaqtincha foyda ko'rganda qilgan bilan, buning chatig'i to'li ish. Eng yaxshisi o'zingga ömürlük nantipiyigidek bir ishning peshini tut bo'lamdi, ha? Tursun ka. Men endi qanday qilsam bo'la? Maqara To'lqon. Sen avval bozor kuzat. Sen qilish ko'zing yetkidek ish bo'lsa, biz bu qarab turmaymiz-da. Ha? Ya bo'lmasa bir og'inangdan qarz so'rab turasan. Mayli. Bo'lmasa shunday qilay. Bo'ladi. Ma'qulamsa. Ishlaring o'z yana kelgin. Men qaytay. To'xta. Uyingga non elib ol, ha? Mana anne, uyingga birib bolaring bilan choy ichasan, ha? İşte. Yani ish pishiring o'z tatinmay kel, ha? Rahmat, Tursun. Ma'qul. Xo'sh emisa? Xo'sh. Fa. Qani adaş, çay ichi. Çay içeceğim. Tatinmay ağaç o'tiringlarmisa? Rahmat. Shunda qilib, ichimlikka berilib ketdim degina adaş. Nima amal bor deysa, ag'ina. Turmush dedi. Bir ish qilay desam, qo'lda dasmoy yo'q. Shu Vay, tilingni chaynamay, geping bo'lsa tatinmay davamamsa. shu pul bo'lsa ozroq olay degandim. Pulning ishimidi? Çay ichgach o'ltirib tur. Adaş, bo'lsa shunday qilsak bo'ladi. Shug'inisi pulni bankka qarorli qo'yib ketmadingmi? Boshqa og'inlardan so'rab turamsa bo'lmasa. Mayli, sizlarni avar qildim. Hech qisi yo'q. Men mang'ay
Xo'sh emsa. Birdam o'ltirmamsa? Ya bo'ldi, rahmat. Vaqtingiz kelib turasa. Ha. Elim mozdozma edip gap qilmay turib bermayapman, xo'sh bo'ling. Kiyim kechaklarimning hammasi modada qolgan kiyimlar. Bu oyda oxiri o'ltirsan-ku meni. Assalomu alaykum Tursun. Va alaykum assalom bolam. Qandaq? To'lqon, bugun qandara qopibsan? Yaxshi. Akşam dükkandan oldida mas yetib qopti ekansan. Dükkandagi balalar qilayotgan ishini tashlab qo'yib, seni uyingga olib qo'yishdi. Ha? Shumi qiliqmi? Qachonmi bir odam bo'lasan? Bilmabdimi? Ezibdiman Tursun. Bundaq gapni necha qitim anglaganman. Bo'pti. Bundan keyin diqqat qilasan. Qandaq? Remontchilik o'zim qilib turadigan bo'ldingmi? Men shu ish to'g'riliq kelgan. Yaxshi. Yura. Dükkanga berib paranchaylik. Kel. Ha. Kel. Avval issiqdan choy ich. Qolgan gapni keyin deyishimiz. Ay, senize. Bakın al. 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 Aras. Ala, mavu 180 köp pulken. Az olsun o dükkan gerekli saymalarını elip, remontçilik qilib turasan. Ha? Rahmat sizga, Tursunka. Hacet yok. Arak içmişsen o sendek yaxşı adam yok dey bala. Lekin sen bu arakni içip alsan. Stop. Mayan 10 shap bersangiz. Mayan 10 shap bersangiz deyman. Maya chiqib ketganda. Ha?
Bo'ldi, bitdi. Ustam, bunda asıl iş qilsangiz pul topolmaysizmi? Hozir degan hamma odam aldirash. Bugun sal mijozim yo'qdi. Men mo shundoq takiz qilgan. Har holda degan gapimiz zini yo'q. Ma'qul. Rahmat hamsa. Sizga rahmat. Qandaroq To'lqin? Voy. Salomat tur otamsan. Jur'atmisan? Tinchlikmi? Ha, Yaxshi. O'zingchi. yaxshi. Qandaq ishlaringni boshlab olding? Ha, o'sha ishdan Ha, boshladim. bo'pti. Yaxshi bo'pti. Hozircha moshini qilib tur. Keyincha obdara so'da chiqsa, belli qilamiz. Bo'ladi? Xotin bolalaringchi? O'yin qolgan. Ha. Ey, ati bir mashin ko'mir keladi. Tushirib olasan, ha? Rahmat sana Jur'at. Rahmat adash. Ay, rahmat degichiligi yo'q. Bo'qanchilik ishda. Biz degan aloqaga tursa, ha? Xo'sh. Rahmat. Xo'shamsa. So'da bilan aldirashib qoldim jinim. Qizlar bilan aldirashib ketgansiz tayinliq. Voy, sizdek tomo chiqib turgan yerda, ha? O'zingizni tutib eling. Bol uyg'onib ketsa xafa soladi. Tatlı balam, canım balam, pulga ishlamsan, ha? Canım balam. Hamma narsamizni sizlar talqib beryapsiz bu uyda. Ayolim tursangiz unchalik qilmasam bo'lam, tamsa? Undaq qilmang. Avvaroq kelib qolsa o'lgunimizchi. Canım, siz uchun o'lsam mayli, hammaga roziman. Undaq odam nima men bilan to'y qilmagan? O chaqda kunlar degan maymoq eslab olgan tursa, Hozirchi. ahvol qarab baxmaymizmi? Ha? Keling, jinim, keling. Ustam, Maviyani o'ngshab bergan bo'lsangiz. Voy, To'lqinkansiz-ku. Bibinur. Qandaqroq yaxshi turibotgansiz? Yaxshi. Ayolingiz salomat turganda. Salomat. O'zingizchi. Yomon emas. Hozir nima ish qilyapsiz? Yana shu burunqidek tikchilik bilan shug'ullanyapman. Turmush ishlarimizchi. To'lqin, bu ishlarni o'ylag'im yo'q. Bir hisobda yolg'iz yashaganmi yaxshi ekan. Qanday qilamiz? Peshonamizga putilligini shu ekan. Velosipedingizning qayeri buzilgan? Ma'yir turmas bo'lib qoldi. Bo'ladi. Men o'ngshab beray. Ma'qulamiz, ishdan keyin keling. Ma'qul. Amisi, men mangay. Xo'sh. Tamoq etmedingmi nima? Guzsiz tomoqni yeyveramdi odam. Qara deyotgan gapini birayana boyvatchisidek. Amis men chiqib go'sht, ko'ktat ekiray.
Hecep mi toydun bu öyden söylenme. Kirib beray dedim-ku. Nimandaq so'zlayversak kaski. Nima ayağını bilmaydim o. Oymu sen qandaq qilatding? Qo'lingda nim kelatdi sening? Sen Mencha sana meni boqqandikin deb tekkan. Endi sen meni bu yerda osh qo'yib o'ltirmoqchiman? ey, elimi qo'limdan kelganini qilyapman-ku, ha? Qanday qilib bersam bo'ladi endi? O'g'il bol degancha xotinni guldak boqadi. Xalqning qo'li qarab kunma? Kimning qo'li qarabdimi? Hey, o o'nyaqni kim akapadi? Kumanicha? Og'inam bo'lgandikin. Bu o'ynicha og'inang emas, sen tutyapsan. Bo'ldi qil. So'zlayverma deyman. Sening dardingni ko'mgan kunim qolmadi mening. Ey, men seni urdimmi? Ya tilladimmi? Hey, mal kiygan kiyimimga qara. Yeydig'ining tirhi yo'q. Sencha o'zingni ardab yurgichi yog'li qatib, ko'chaga chiqib birsak tegib ol. Hey! Sen tirhi meni urvatamsan? Og'zingda nima chiqyapti bilamsan? Men chiqdi. Biz osh qoldik. Hey, to'li vaqirma qo'lim qo'shla anglab qolsiz sen. Sen eshak satli bilamsan? Ha, anglasan. Biz osh qoldik. Ovozingni pis qil. Meni urvatamsan, ketaman. Yo'qol. Yo'qolsam yo'qoldim. Ajrashma. Xatirma. Kelaman. Bo'ldi qozon, yig'lama. Bo'ldi qozon, yig'lama. Bo'ldi bolam, bo'ldi. Bo'ldi, yig'lama. Başıma öy oldu mu? Bo'pti balam. Dastlabda shuncha nasihat qilsam unimiding. Mana endi bir balaliq bo'lganda ajrashaman desang qanday bo'ladi? Ha? Hey, ajrassang yana bir munch pul xajlab o'ylindigan gap. Hey, hech bo'lmaganda balangning yuzini qil. Balani yetim qilma. Belki qo'ling o'ptaroq pul ko'sa, dilxumarmi ushoq so'zlamaydigan bo'lar. Hey, avval pul tap. Shu chaqda vaqo o'g'il boladek ish qilgan bo'lasan. Xotinni baqanmay turib, ajrashaman desang, nomardlik bo'ladi-da. Hey. Voy, dolqimisiz, yaxshimisiz? Qani Yaxshi. kiring. Qani. Ay, anglasam og'rib qapti ekansiz. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Yaxshi bo'lib qoldim. Jur'at bordi. Ha, Jur'at bor. Jur'at! Dolqin kelibdi. Voy, To'lqin adash, qanday ahvoling? Uyda birash bo'lmagandi? Bir ish bo'lmadi. Shu Chiroying boshqachilik-ku. Voy, Jur'at, siz nimancha alaqsod bo'lib ketdingiz? Xuddi siz bir ish terib qo'ygandek. Shundaqmi Dolqin? Yo'q, endi deyman, og'inam bo'lgandan uning bilan kelishmaslik bo'lgan bo'lsa, birash bo'lmagandi? yo'q, hech ish bo'lmadi. Sendan yordam so'rab keldim. Manda qishmiti. Qani, uy kir. Qanamsa uy kiraylik. Shunda qilib ketib qoldi, adash. Yeniklik qilibsan, To'lqin. Qancha bo'lsa-mu o'zingni besvasan bo'ladi. Qandaq? Endi seg'inga o'xshamamsan. Voy, seg'inmamti amsa. Balımı toza ko'ydirgidek bo'lganda hozir. O'ylab baxsam, gunoh men degan. Endi aroq ichmayman.
Demakchi bo'lganim, Dilxumarni akilishga sizlarmi bildi basanglar. Məlida apamıgan adamım qalmadı. Bo'ladi. Biz belli baraydi. Lekin za musha haraqni sizmi ishmisiniz o'pdi ekan. Haraq bilan vayron bo'lgan oilalarmi ozmi? Araqni ishsi bo'ladi, lekin joyida ichish kerak-da. Ish qilib amal bor, ishmagan yaxshi. Cüret. İş yoqdan qandaqroq. Bo'lsa, men sen bilan birga tijorat qilib baqsam. Adash, hozir ishning toza tayini bo'lmayotdi. Hamma odam pul topman deb yurgandan keyin pul tepishim tezlashib ketdi. O'zingmi bilasan. O'tganda bir qo'ymuchiq uchrab, bir munch pulimdan ayrilib qoldim. Keyincha seni o'zim chaqiraman. Qo'limda ozroq pul bor. Hozir shuni yumiltib tursam, keyinchi sama billi qilasan. Ha? Onda o'smayli. Voyras, o'ltiribda ketibdi-ku. Bo'linglar tez, Dilxumarni ag'ilib boraylik. Jura. Ya, akila, bu yoq tepa. Ya, Moira. Akila. Tepa, tepa. Ola. Ya, akila, bu yoqqa. Tepa. To'xta. Толқын! Ay, qandaq ahvolingіз qizim, tinchlikmi? Толқын bormi? Hozir nonga chiqib ketgan-da. Hozir kira, qizim, quruqlik kelib qoldim. Mana az bo'lsa-mu. Shundaqlik kelyapman. Rahmat. Amin. Allahu ekber. Qana tinch o'tirdinglar. Oy. Asta. Толқынjon buni o'ngshapmi qo'ymabdi, ha? Uning qo'ldan bundaq ishlar kelamdi. Qandaq? Bola bir og'rib qolmay o'pdan turganda. Yaxshi. Bolacho, ko'rmaydi-ku. Uyda uxlayotdi. Assalomu alaykum Tursunka. Va alaykum assalom bolam. Qandaq ahvoling? Yaxshi turyapsiz, ha? Qani, o'tir. Qani kela, sen o'ltir. Amin. Amin. Allohu ekber. Qandaq Толқынjon? Sizlarni yarışib qapti deydi. Shuni anglab, alaydan sizlarni yo'qlab kelishim. O'zingiz o'tirsinka. Qanaroq? Qadravol bolam. Yana shu do'konning ishlari bilan aldirash. Qizim, mijozingiz yo'qmi nima? Chiroyingiz bo'lakchilar. Sal mijozim yo'qtirdi. O'zingizning salomatligi yaxshi-da? Yaxshi, yaxshi. Bolam, men dadang rahmatlik bilan yaxshi o'tgan. Dadangni desam-ku, sana qancha qilsam arziydi. Lekin senza bo'pti. O'tgan ish salavat. Ammo za shu aroqni ikkinchi og'zingga og'chi bo'lma, ha? Aroqni tashlab, o'g'il boladek ish qilsan. Mana bugun do'konga bir kun bormagandan, sendan ansirab atağın kelishim. Mana seni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Hamda xotirjam bo'ldim. Rahmat sizga Tursunka. Elimiz siz menga o'z dadamdek ko'yinyapsiz. Ashu do'konni echishqimi siz menga yordam qildingiz. Undaq dema, bolam. Bir yaxshilik unutilmas, bir yomonlik detgan. Qo'limizning kasla yaxshilik qilganga yetmaydi. Kemmiganga amal yo'q. Bo'pti. Hozircha remontchilik o'smi qilib tursam, qolgan ishni keyinchi maslahat bilan bir ish qilamiz.
Qandaq dedim. Xudoyim buyursa, buningdan hammanglarni rozi qilaman. Әппәле, ма гепің жайда, дегеніңдек болсын. Әрәс қызым, Ділқымар. Мау yüz көйне аз осы му тұрмышыңлағы ішіліп тұрасылар. Қағынығы енімен болған дейкен бір іш болыды. Amin. Allahu Ekber. Bu hoş xəbərini anlap dükkanın işlerini taşlapla kəlgəndim. Mən dükkan qaytay. Dilxumar tamaq etse... Buldu. Hoş, Tamaq rəhmət. yetmezler Rəhmət, Tursunka. rəhmət qızım, rəhmət. Mən tamaq Tursunka. qılay. Çıxay. Aram bir kelgende tamaq yapmamsız bulat. Tamaq yegidek olup ayrım kemmemdi mən, hə? Kep qılınlar buldu. Hoş emse. Hoş. Biz əmdi yetim yesir болып қалдық ма? Xalq bizga pul sadiq qilib berdigan. Hey, bir adam yaxshi ko'ngli bilan kelsa, yana gap topamiz, ha? Boy bir obdali bo'lib qopti kelsa, birdamdila. Xalq kes qapığını turib olamdim, o degan sizning aziz odaming tursa. Og'zing yana ichildi-ku sening. İçilmabdi emsa. Xalqning quli qarab divanda yashagan ekan. Hey, oşnağını xiyal qilmay çayingni iç. Çay ichish qo'lingdan kela. Tayyananni yemek nim degan oson, ha? Meni choy ichgili qo'yamsan yo'q, ha? Og'zing yana ichildi-ku sening. Undaq bas talağa chiqib oshnaң bilan ko'rish. Uyga chaptab qo'ymagan ekan seni. Tova, Xudoyim. Makaskini og'iz besilmayotdi-da. Og'zingni beqib so'zla deyapman. Ha, so'zlayman qo'qanda. Hay. Hoy, çocuk arazlar. Oy. Toqishmanglar. Jur'atmisan? Qanday? Kela. Qanday do'stlar? Salomat turgansan, ha? Salomat. Qanday ahvolingiz? Kela. Kelaman, alay. O'ltir. Qani kela. Amin. Amin. Allahu akbar. akbar. Ha, qanday qadash? Tinchlikmi? Tinchlik. Salomat turgansan. Seningmi biz taraflarga o'tadiganға vaqting yetadi ekan, ha? Ag'ini. Shu emasmi? Yaqindan buyon yo'qotib ketdingiz. Ha, o'zinglarchi adash. Biz tarafga boraymi demaysizlar? Açdinglar tugidi. Ish bitdi dedinglar, ha? Shundaqmi? Adash, uyda bekor yetayverma. Uyda bo'lsang, urush jadaldan xoli bo'lamaysan. Ha? Bugun mijozim yo'qdi. Shunga Bo'pti. Bugun uyda bo'lganingmi, nayt yaxshi bo'ldi adash. Menmo sen bilan toza bir mo'ndishay deb kelgan. Ajab yaxshi gapsiz. Bugun qanig'idek mo'ndishinglar. Men sizlarga o'qishib qorim tayyorlay. Voy, sizni avar qilgan bo'ldik hamsa, ha? qani, yuqoriga chiq. Xo'sh. Sen bilan paranglasam adash. Balaliq chaqlarimga qaytgandek bo'lib qolaman. Sana bo'lgan mehr muhabbatim ajoyib cho'nqir juma meni. Ala adash. Yo'q, ag'ini. Boyatin sening ko'ngling deb azroq ichib qo'ydim. Endi ichmay. Men tig buni yengilib tashlagan. Pa. Yana gap qo bu, ha? Aroq degani-chi, ko'yganlarda ichmaysa, mana bugünkidek chaqda ichsa, icha. Shuni deyman, ichadigan yerda ichmaysiz, ichmaydigan yerda ichib dumi yetib olsiz, ha? Ma'qul degina ag'ini. Men buning dardini oz tatmadim. Bo'ldi. İçmeyci, man zo'limag'in. Bo'ldi, içmey. Hey, men seni vaqo odam etib keldim jumamayga. Shu emasmi? Ichchimi? Bugun Jur'at hamma narsalarni siz uchun keldi. Ag'ina, bugun ko'nglingni deb ichay. Xo'ja. Yaraysa adash. O'g'il oldak ish qilding juma. Yaraysa. Dilqumar, balning yig'isini to'xtatsangchi. Gapga qo'shtirmayotdi-da. Ha? Oy, Jur'at, men qaldingizmi? Men senlarga ketdingiz. Oy. Sen bilan biz degan o'z odam-ku.
Qandaq dedim adash. Shundoq emasmi? Adaş. Ilqi sodishi qanday bo'lib ketdi? Adash, xotirjam bo'l. Yilqi qo'ymichi chet eldan qaytib kelsila, shu pullarning hammasini sana dasmoyi qilib berma. Shu chaqda vaqo, pul degandan qo'ng'i o't qo'yamiz. O't, ha? O't qo'ymiz? Ha, O't qo'ymiz. ha, o't qo'yamiz, ha? Mana shunda qo'yamiz. Yaxshimisiz-da? Qo'rin bo'yib turibsiz-da? Adash, men buyurdingiz. Xalqini buyurdim. Non yapma qo'rdoq. Onziq kebab. Lampon. Kalgish qo'rimsiz. Hay, yen buyursam da ixtiyoringiz. Ha, anarsida ishkini. Ma'qul. Adash, bu restoranning ichi chiroyli ekan-a? Ha, rost chiroyli ekan. Adash jur'at-ku. Jur'at? Adash, bundaq paskalarning adını uchun musharil berayli. Jur'atning mushundaqligini burunli bilatdim. Kirib ularni rasvo qiltayli. Bugunkidek tutib olgan chog'da uning adını berayli. Ajrashib ket bo'ldi. Uyga borib, Adash o'sishimi? Hey! Vicdansız. Canım balam, canım kozam. Hey, ne buldun? Ne koydunuz? Oy, emdi geldim ben. Emdi geldim. Yolg'on gap qilmang. Yolg'on gap qilmayman qilaman sana. Qo'saq ichib aran qilganda. Qarag'anda restoranning tamoqlari qo'sig'ingizni to'yg'izamabdi-da. Qaysi restoranda gapini qilyapsan? Yoshirmasangizmi, men hammani ko'rdim. Voy-a. Yilqi, restoranda tamoq yeb o'tirgan edimsan. Voy. Hey, qara. Bu degancha, yilqi qiz bilan savdo to'g'risida paranglashayotgan ish bu. Bunchalik ishga xafa bo'lib ketsang, bu uy qandoq uy bo'ladi deyman. Siz sodni ajab obdan qildi ekansiz-a? Chiroyli qizlar bilan chaplashib o'tirib, bir-biringizning ko'zini ichiga qarab degandek. Dana jur'at, sizning ko'nglingizda zodi men bormi yo'q? Agar men bo'lmasam, biz chiroyliqcha ajrashib ketaylik. Hey, bu sarangmi o'g'misan? Qara, savdo deganni ko'ch-ko'ylarda qig'ilib bo'lmaydi. Ayrim yerda o'ltirib, ayrim paranglashib, hamkorlashib, ondan qig'ilib bo'ladigan ish bu. Hey, men seni yaxshi ko'rmasam, bu uyni tutib sarangmi men?
Men seni yaxshi ko'raman jinim. Uning ustiga tatliq bir o'g'limiz tursa, möke jinim, möke, tatliq o'g'lim, möke bolam. Nädik yo'q gaplarni qilib o'ltirdi ekansan. Ajrashib ketish shundoq oson ishmidi? Undaq yeringiz bo'lsa, haliqida qizlar bilan sodni ozroq qilasiz. Hey, sen bu to'g'ri tushan qara. Bu soda deganni-chi? Bundaq tamoq taklif qilib, siliq gaplarni qilib qilmasang, qanday qilib bo'ladi bu ishni? Talatuzli qilib bo'lmaydi bu ishni. Bundaq tamoq akirib, bundaq siliq gaplarni qilib, ancha-muncha hapa demasang, qanday qilib bo'ladi bu ishni? Mushunga chidamasang, bo'lmadi bu. Shundoqmi bolam? Shundoq bo'lsa diqqat qilasiz. Men kirib choy damlab chiqay. Xotirjam bo'linglar xotin, xotirjam bo'linglar. Men sizlardan bilgani vaqo, hargiz yaxshi ko'rmayman. Ha? Толқон, ishlaringga kirishib ketibsan, ha? Endi sen vaqtincha do'konni mushadi ichib tursan. Ondan o'ptaroq yerdan bir uy tepib, remontxonangni cho'ng qilib ichib bersam, do'konning ishida qilasan. Rostmi? Rost. Rahmat sizga tursinka. Aldirab xo'sh o'p ketma. Oldingda texi nurg'un ishlar bor. Sen shuni chidasangli bo'ladi. Xotirjam bo'ling tursinka. Qanchalik jafo olsam chidayman da. Yaxshi. Ağlasam kent ishxonasining oldida bir uy bor ekan. Ijorisimi arzon ekan. Men shu uyni bir fuqib baqay. Agar muvofiq kelib qolsa, shuni sana do'kon qilib beray. Bo'lamdi. Xotirjam bo'ling tursinka. Qiyin ish yo'q olamda, ko'ngil qo'ygan odamga degan gap bor emasmi, ha? Barakalloh, Dolqon. Ish qilib bardoshlik bersangli bo'ldi, ha? Qanday? Bir opdan ishga kirishib ketding mana. Men do'konga chiqay. Sen ishini qilaver, ha? Men do'konga chiqay. Bo'ladi. Ma'qul. Rahmat juma tursinka. Rahmat dema, ishini qilay. Ma'qul. Kim o? Cüret. Siz kimsiz-gı? Vapasız. Xapamıqna jinim, bu kiyimni seni deb oldim. Yani men aldavatsız, ha? Oy, seni oldimidim jinim. Ko'nglimda faqat salla bor, ha? Yani men eritdi o'zi. Sen bek tatlıqchi bor jinim, ha? Bek tatliq. Dilxumar? Dilxumar? Jinim, ha? Cüret! Sen? Ben şunday hayvan can. Bu ispas. Ben şunday oycan. Ben şunday hayvan. Ben seni vurup öldürürüm. Git buraya. Bu resmen. Bu ispas. Bu budak. Bu peskes. Ne kaçsan? Git nereye? Bu resmen. Oy. Tokta. Tokta deyim ben. Dolqun!
Bu iflas! Hayvan! Parçanını çekmesin ben! Ne kaçsa? Bu iflas! Hayvan! Nemini söndürsen! Nemini söndürsen! Bu iflas! Seni vurup öldürmedim ben! Dolkun! Cinin balak kolunu tak! Dolkun odakılma! Dolkun! Oldu kıl o ölüm kalıbı! Polis peşini tutun Dolkun! Oldu kıl! Kaçın ayıbe Dolkun! Dolkun oldu kıl! Polis geldi! Sinirler diyeceksin! Canım bala. Bu bizga nima kun? Aka, canım aka. Sen bolsan işten ağırtkan. 2 gün oldu, urulup sokulub yürüdüm. Bardıgan hiç yerim yok. Canım aka, günahımı tavuk kılay. Ey işbaz, sen mavi koysuz oğlan geldin. Ha? Bana, ben siz öz kolumdan öldürüp etkice, yok almalı. Canım aka, bana fırsat verirler. Ben tavuk kılay. Hem de nimek tavuk kılsa? Ha? Yüzümüz kamut kopsa? Hem de koysuz oğlan atanımız karaysa? Ha? Sen işbaz vakı, uyusan oldu. Aka, onda kılay. Ata-anam gelgice, bana öğretsiz yok ha. Aka, canım aka. Oy işbaz. Günler, canım kodum, odakıma toplattı. Odakıma ketme kodum. Bana yanında kadar fırsat vergin. Yapışırken iştiranı hepsini ağladım. Bu adam kılıpıdan çıkan hayvan. Sen namus kılmayı öz ağıyla hıyanet kıldın mı? Canım kodum, ben söndüreceğim kodum, odakıma. Ben izledim ben. Sen bu sokağı Fırsat vergin, odakıma ketme Ben canım kodum. ben aşırsımın. Odakıma da dokta. Ben aşırsımın. Odakıma canım kodum. Dokta, bana yanında bir kadar fırsat vergin. Kızım Maldunyan'ı koymaydı. Benim o Maldunyan'ı gözlep ağan dekin. Hem de bulanın hemmisini çeken gidim. Önümü al. Hemmini al. Hem de bunu görmedim. Canım kodum, odakıma. Hem de seni gören gözüm yok. Ben yanında bir kadar fırsat vergin. Bana yanında bir kadar fırsat vergin. Dolkuncan bana, Teşvik otursun. kanarak. İşlerim görüşü otamda. Karısam bir ortalığı iş kiriş gitsen. Şundak. Şu günüse bir taraftan bala, bir taraftan iş bilen bulup, kıyınılıp kapsa. Hey, Dolkun. Makara, emdiki gap, muşu balığa bir apı tapsak olattı. Bu doğrulup, keyinç para alışamız Tursunka. Meyli. İş kılıp, herhalde ideyanda tayyorlik qilib qo'yasan. Ma'qul. Yaxshi.
Meyli, ben dükkanda iş kılıvatkan. Seni neymiş kılıvatıdı o? Balını bakalıdı mı yok? Bir körüp bakay dep gelişimdi. Ben dükkanға baray. Birdem olturup mamamsız. Oldu. Boş vaktimde yeni kelime. Sen işini kılıver. Ha? Bolam da. Maqul emse. Maqul emse. Hoş. İşini kılıver. Ahmet geldi. Şu emas bu. Qani, cho'ng-cho'ng tikmamsizlar? Mana 10 ming. Aramda shu 10 mingmi? Ha? Otdim emsa. Bah! Siyah! Qani, so'ngli. Hey. Yana oynamsa? Mashinangdimi, pulingdimi ayrilding? Hey. Hey, puling yo'q odam. So'nglini olmasang olmamdi. Men so'ngli degan tursam. Pul qo'yib ata. Uyim chiksam bo'lamdi. Ha, o'ynama? Ha, Ata. tattika. Tutading mana. Yana o'ynamsa, uyingmi tugidi. Endi bo'ldi qil. Uy xitini vaqtida kepa, ha? Keldigan vaqti bo'lib qoldi. Cho'qim mush yo'ldan o'tdi. Uni bugun cho'qim bir tarafga o'taylik. Ha? Keldi. Hey! Sen uyunun xitini erkek beraman deb mush vaqtcha erkanmiding ha? Sen kimni ahmoq ko'ryapsan? Ha? Xatxana, tez chiqira. Chiqira, yo'qotma. Akapiray dedim-ku. Ey, yeningda bir narsang yo'q edi, nima ish o'ynagan? Ha? Beka, mana deyman menga. Mana. Cüret, bu men. Sen bo'lsang qanday qilaman? Cüret, meni tashlab etma. Men endi qanday qilaman? Meni endi hech kim olmaydi. Yo'qot ko'zimda. Hey, sening kasabtingdan bir chiroyli xotinni mendan ajratdi. Hey, endi mening hech nimam qolmadi. Cüret, bu işimiz ağırsın. Meni tashlab etma, Cüret. Men qanday qilaman? Bu işimiz ağırsın. Yo'qol ko'zimda. Sendek el turib sirqa qarg'apaskini men olibdim. Sen menga emas, mol dunyorimga tegmaychi o'g'il. Hey, hozir mening hech nimam qolmadi. Men hammadan ayrildim. Uyimni atidan boshlab qarz ikisini qo'liga o'tdi. Ma, ko'zimda yo'qol. Bu paskina. Ikkinchi ko'zim ko'ranga cho'ma. Yo'qol.
Cüret dayvachig bu. Hey, qanday o'zingning bu avvalgi tushib qilishni o'ylamagan bo'g'aytan, ha? Bo'ldi. Burun bek nochilik qilatding bizga, ha? Endi qila nochiligini, ha? Endi baqa. Hey. Qila. Hey, sen bek nochiting bu, ha? Oy, turmamsa? Qo'pa, lata, qo'pa. Qo'pa, kichkinashni ban qilib, ajab bo'zaq qilatding meni. Ha? Qilamdi nochilikni. Qilmamsa? Lata. Haq qilsang o'zingga dijma, ha? Qila nochiligini, ha? O'tni olam bu. Kela bakalım. Tipe! Baskına! Olacak! Толқын, сен кім шықты? Мен ағинам немдеп пұтлайса, ha? Yoqla! Ben pıtlamadım! Meni o putlamadı. Ben pıtlamadım! Meni o putlamadı. Özüm yıkıldım. Öz yıkılıp gitti o! Орныңдан тұра. Сені мен өйгеп кетті, ya. Тұра. Yüleyle! Ha? Est. O'zingga qildim ku. Толқын! Tinchlikmi Bebinur? Tinchlik. Yaxshi turgansiz. Yaxshi turyapman. Bu yoqlarga kelib qopsiz-ku. Yo'ldan o'tgach siz bilan ko'rishib o'tay deb kelishim. Haras, ishlaringiz qanday bo'ldi? Yaxshidi? Har holda yomon emas ketib bordi. Turmush halakchiligi emasmi? O'zingizchi? Men shu tikkichilik ishlari bilan aldirash. Yig'lamang. Appa qo'zam, yig'lamang, ko'tiray. Yig'lamang. Appa qo'limga yig'lamaydi. Yig'lamang. Yıldızlar
Dilqumar, mağım amal bo'lmadi. Ajrashaman desam, ayolim har ikkimizni sotib so'rab apirdiga o'xshaydi. O chaqda har ikkimizning tugash kuni shu. Endi kelganda siz nim demoqchi Jur'at? Sizga deb qo'yay, men tashlayman deb xomxiyat qilmang. Voy, nima bilan deydigansiz amrig'im? Men sizdan ayrilaman deganim yo'q. Bundaq yuraversak, oqibatimiz yaxshi bo'lmag'idek. Siz degan qiz bola. Atogin ish oshkorlansa, ota-onamizga nima deymiz? Haqlagichu. Uningdan ko'ra haq ish nimani bilmasda to'y qilsangiz yaxshi bo'ladi. To'y qilib ajrashsamchi? Vah. O chaqda gulguliga keldi degan so'z. Undaq sizda peqni hemen kimga tegiman? Xotirjam bo'ling. Meni toza yumshoq bosh do'stimdan birisi bor. Qolgan gap sizning uni o'zingizga qanday qaratishingiz qoldi. Bo'pti, ko'rsam ko'rshay. Amiz kelishdik. Xotirjam bo'lg'in. U bek yaxshi yigit. Cho'qim chiqishib qolsizlar. Ay, bu so'rinni sizlarni deb rostladim. Ajrimni yada qo'yma. Yuraklik bu. Navada o qiz. Hey, to'la tilingni chaynamay, yurakli kerak bo'lmamsa, uningda gap yo'q. Hamma gap senda qoldi. Voy. Qanday ahvolinglar? Kelinglar. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz. Sizlarni tanishtirib qo'yay. Bu yoqning ismi Dolpon. Buniki men bilan birga savdo qiladi. Kelgusida cho'ng savdogar bo'ladi. Xuddi menga o'xshash. Qanaqa nimada? To'g'ri. Qanday kunlar? Do'stingizni tanishtirmabsiz? Do'stimning ismi Dilxumar. Mening yaqin do'stim ham saboqdishim. O'zi xushchaqchaq muloyim qiz. Tanishib qolinglar. Oltin uzukka yoqut ko'z degan shu bo'ldi-da, ha? Rahmatchimi adash. Yaxshi qizgan. Rahmatimni keyin esam ulgursan. Qani, elinglar. Meni ag'ishib o'tiringlar. Adash, ala. Qanamsa? Xo'ja. Xo'shamisiz? Xo'sha. Elinglar, tatmay elinglar, ha? Qanadash? Xo'sh. To'lqin bilan so'qishtirmabsan. Jur'at. Amsa, men qaytqashtiray. Sizlar o'ltiraveringlar. Hay, xolos. Nima bo'ldi? Birdam o'ltamabsiz. Qaytmasam bo'lmaydi. Baliq qo'shnilarnikida qolgandi. Bu chaqqa yig'lab qaytaylik. Birdam o'ltirmamsiz. Sizlar o'tiraveringlar. Hech qisi yo'q, ha? Birdam o'ltirsam bo'lmadi. Ish yo'q bo'ldi qila. Mening bu o'ltag'im batdi. Biroq baladan azizlab qoldi ekanman. O'ltiringlar. Amsa men menga, ya. Bo'ldi dadash, keyin ko'rishamiz. Ma'qul, xo'shamiz. Xo'sh. Ma'qulamsa? Xo'sh. O'ltiringlar. O'tiraveringlar. O'ltadash. Aladash. Bo'ldi. Zo'lavermagan. Boyatim xeyli ichdim. Endi yana ichaversa, mas'ul qilib satlashib qolmay. Zo'lmaqin adash. Ha? Hey, aroq deganni bugünkidek chaqda ichmay, qandoq chaqda ichatdi? Ha?
Onun üstüge bugün Dilxumar bilan tunji qatam o'ltirishimiz. Uning yuzini qilmabsan. Qandaq dedim Dilxumar, ha? Happali, aladash. Ha. Xo'sh. Xo'sh. Ha, qani xo'sh. Ha, xo'sh. Ishkinglarning baxt uchun, ha? Xo'sh. Siz? Dolqun. Har qancha mast bo'lsa-ozmi, o'shundaqmi? Yenliklik Biz qilamiz. qandaq bo'lib? Tunugun kechda meni zo'rlab bu yotoqqa keldingiz. Yotoqqa kelib, unmasam unmay. Tunugun aroqni jiqichib qo'yibdiman. Eg'ir mas'ub qopdiman. Men rostilla hech nimani bilmayman. Endi men qandaq qilaman? Ota-onamning xalqalamning oldida qandaq beshimni ko'tarib yurayman? Oningda mening o'lginim yaxshi. Xotirjam bo'l. Men degan o'g'il bola. O'zim qilgan ishqa o'zim ega bo'la olmayman. Biz to'y qilaylik. To'y? Endi to'y qilmasak bo'lmaydi.
qoldim. Xo'sh. Xo'sh. Xo'sh emsa. Xo'sh. Apa, to'yni tezroq qilib etsak bo'ladi-ya. Canım balam, bu qizning to'yligi bekmi egirken. Bizde uncholar pul bo'lmasa, qanday qilamiz? Shu emasmi? Behmez qizning to'yligi egir deb, shuncha olamı ko'p to'yliq bo'lamdi. Dada, qanday qilamiz endi? Hozir hamma yerda shundoq tursa, chidamaymi amal yo'q deyman. Avvalgi loyiqingni bekmi muloyim, obdani qiz ekan deb anglagan edim. Shuni kelin qilib olgan bo'lsaqmi-ku? Shu emasmi? Dada, biriga nastin, biriga pastin, biriga mo'rmasdan qo'q deb tikin. Undaq mo'rmas qizdan Dilxumar ming ortiq deyman. Undaqmı dep ketme canım balam, undaqmı dep ketme. Çocuğunu küzdü sanağın deydiğen gappa emasmi? Undaq deme balam. Buncha ola ko'p to'yliqqa qandaqmi qilamiz endi? Dada, bo'lmasa Maziminning yerini setib turamiz. Nima? Nima? Şundaq qılaylımı ya? Shunda qilsak bo'ladimi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ay Dolqon. Sen ishing qilib. Qandaq ahvoling balam? Yaxshi turdingmi? To'y ishingdan xabar topdim balam. Agar ota-onang bilan yaqin o'tmagan bo'lsam, seni bu yerga chaqirib avar qilib yurmaydim. Men hammani angladim. Ota-onangning ko'z ishi meni so'zlashga majbur qildi. Oldin xitimi tijorat qilaman deb, nurg'un ziyon tortib, hukumat yag hisoblab bergan bir munch pulni yo'q qilding. Mana endi to'y qilaman deb, ota-onangning bir umr topgan asli vaslini yo'qtaydamsan? Oho, shu Tursunka. Lekin Jurat og'inam yordam qilaman deyotganda ota-onam bo'lgan odam qarab tursa bo'lmas. Hey Dolqon, lekin sen Tursunka, meningmi do'st dushmanim bor. Uning ustiga hozirgi to'ylarning hammasi shundoq bo'lyapsa. Mayli, bo'pti bola. Har holda o'ylashibroq ish qilasan. Bo'lamdi. Ma'qul apsan. Men ma'qul. Ma'qul. Yo'qolib ketmay kep tur, ha? Ma'qul. Qo'shamisa. Yo'qotib ketdingizmi? Sizni xotirjam harakatingga olsin dedim canım. Haras, yilqi kunki o'rinlashtirishdan Gulnarning xabari yo'qdi. Qiziq gap qiladigansiz. Xabar bo'lsa bo'ladimi-misa? Men undaq ahmoqlardan emas. Undaq yaxshi-ku. Haras. To'yliqni bak eg'ir selaverma. Kim qolgan joylar bo'lsa, keyin to'liqlab berma. Undaq yeroz bo'l chataq yo'q. Ben qachon sizni aldab boqqan canım?
Yaxshimisiz Bibinur? Yaxshi. Osh, nim gap qilmadimga bazak tikilib tursiz. Men hamma yoqqa. A'udzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmaîn. Tudaxunning qizi Dilxumar o'z ixtiyorligingiz bilan Amitaxunning o'g'li Dolqunjonga o'zingizni qotillikqa qabul etdingizmi? Qabul qildingizmi? Qabul qildim. Qabul qildim dedi. Axunom qabul qilibdi. Dolqunjon, Tudaxunning qizi Dilxumarni qotillikqa oldingizmi? Aldım. Arhamar Rahimin. Amin. Allahu Ekber. Allahu ekber. Mübarek olsun. Bo'ladi. Mübarek olsun. Dolqun mübarek olsun balam. Mübarek olsun. Qani me'morlar. Elisizlar. Dolqunjonning to'yini qilib edib xotirjam bo'lishdilar, ha? Ey, aqistirabdi kelganlar yo'l silibdilar, ha? Rahmet ağaylar. To'yinglarga muborak olsun adash. Rahmet sana. Yaxshi xotin eyvallah cuma, ha? Baxting cuma sen. Muborak bo'lsin. Hoca. Rahmet. Voy voy, tilingni chaynamay, gaping bo'lsa tatinmay davamamsa. Şu pul olsa azırak olay degandim. Pulning ishimidi? Choy ichgach o'ltirib tura. Adash, bo'lsa shunday qilsak bo'ladi. Shug'inisi pulni bankka qarorli qo'yib ketganmadigina, boshqa og'inlardan so'rab turamsa bo'lmasa. Mayli hamsa. Sizlarni avar qildim. Hech qisi yo'q. Men mang'ay. Xo'sh hamsa. Birdam o'ltirmamsa? Ya bo'ldi. Rahmat. Vaqtingiz kelib turasa. Ha. Elim mo'zdoz o'yini gap qilmay turib bermayotgan xo'shmi? Kiyim-kechaklarimni hammasi modda qolgan kiyimlar. Bu oyda oxiri o'ltirsam-ku meni.
Assalomu alaykum Tursun. Va alaykum assalom bolam. Qandaq? To'lqin, bugun qandaroq qopibsan? Yaxshi. Akşam dükkandan aldığın məhz yetib qapdı ekansan. Dükkandakı balalar qılıbatqan işini taşlab qoyub, seni uyunga apırıb qoyuşdu. Ha? Şunu qılıqmı? Qaçanmı bir adam bolasan? Bilmabdim. Ezibdim Tursunka. Bundaq gapni neç qitim anlağam mən. Boptu. Bundan keyin diqqat qilasan. Qandaq? Remontchilik o'zim qilib turadigan bo'ldingmi? Men shu ish to'g'riliq kelgan. Yaxshi. Yura. Dükkan verib paranchali. Kel. Ha. Kel. Aval issiqnada choy ich. Qolgan gapni keyin deyishimiz. Ay, senize. Bakın al. Al. Aras. Ala, mavu 180 köp pulken. Az olsun o dükkan kereklik saymalarını elip, remontchilik qilib turasan. Ha? Rahmat sizga, Tursunka. Haceti yok. Arak içmişsen o sendek yaxşı adam yok dey balam. Lekin sen bu arakni içib alsan. Stop. Mayan 10 shap bersangiz. Mayan 10 shap bersangiz deyman. Maya chiqib ketganda. Ha? Bo'ldi, bitti. Ustam, bundaq asl ish qilsangiz pul topolmaysizmi? Hozir degan hamma odam aldirash. Bugun sal mijozim yo'q dey. Men mo shundaq tekis qilgan. Har holda degan gapimning zini yo'q. Ma'qul. Rahmat amsa. Sizga rahmat. Qandaroq To'lqin? Voy. Salomat tur otamsan. Jur'atmisan? Tinchlikmi? Ha, Yaxshi. O'zingchi. yaxshi. Qandaq, ishlaringni boshlab olding? Ha, o'sha ishdan boshladim. Bo'pti. Yaxshi bo'pti. Hozircha moshini qilib tur. Keyincha obdara so'da chiqsa, belli qilamiz. Bo'ladi-da? Xotin bolalarimchi? O'yin qolgan. Ha. Ey, ati bir mashin ko'mir keladi. Tushirib olasan, ha? Rahmat senga Jur'at.
Rahmat adaş. Ay, rahmat degichiligi yo'q. Bo'lganchilik ishda. Biz degan aloqa tursak, ha? Xo'sh. Rahmat. Xo'sh emsa. Soda bilan aldirashib qoldim jinim. Qizlar bilan aldirashib ketgansiz tayinliq. Voy, sizdek tomo chiqib turgan yerda, ha? O'zingizni tutaylang. Bal uyg'onib ketsa xafa soladi. Tatlı balam, canım balam, pulga ishlamsan, ha? Canım balam. Hamma narsamizdan sizil talqib beryapsiz bu uyda. Ayolim tursangiz unchalik qilmasam bo'lam, tamsa? Undaq qilmang. Avvaroq kechib qolsa o'lgunimizchi. Canım, siz uchun o'lsam mayli, hammaga roziman. Undaq odam nimishqa men bilan to'y qilmagan? O chaqda kunlar degan maymoq eslib olgan tursa. Hozirchi. Ahvol qarab baxmaymizmi? Ha? Keling, ajinim, keling. Ustam, Maviyani o'ngshab bergan bo'lsangiz. Voy, to'lqinkansiz-ku. Bibinur. Qandaqroq yaxshi turayotgansiz? Yaxshi. Ayolingiz salomat turganda. Salomat. O'zingiz-chi? Yomon emas. Hozir nima ish qilyapsiz? Yana shu burunqidek tikchilik bilan shug'ullanyapman. Turmush ishlaringiz-chi? To'lqin, bu ishlarni o'ylag'im yo'q. Bir hisobda yolg'iz yashaganmi yaxshi ekan. Qanday qilamiz? Peshonamizga putilligini shu ekan. Velosipedingizning qayeri buzilgan? Mavi yeri turmasib qoldi. Bo'ladi. Men o'ngshab beray. Ma'qulamiz, ishdan keyin keling. Ma'qul. Amisi, men mangay. Xo'sh. Tamaq etmedingmi nima? Guzsiz tamoqni yeyveramdi odam. Qara deyotgan gapini birayana boyvatchisidek. Emis men chiqib go'sh, ko'ktat ekiray. Hejabmi to'ydim bu uydan so'ralma. Akirib beray dedim-ku. Nimandaq so'zlayversak kaski. Nima oyog'ini bilmaydimi o? Oyimisan qanday qilatding? Qo'lingdan nima kelatdi sening? Sen Menchi sana meni boqqandikin deb tekkan. Endi sen meni bu yer osh qo'yib o'ltirmoqchiman? Hey, elimi qo'limdan kelganini qilyapman-ku, ha? Qanday qilib bersam bo'ladi endi? O'g'il bol degancha xotinni guldek boqadi. Xalqning qo'li qarabmi kunma? Kimning qo'li qarabdimi? Hey, o'ng yoqni kim akapadi? Kumanichi? Og'inam bo'lgandikin. Bu o'ynichi og'inang emas, sen tutyapsan. Bo'ldi qil. So'zlama deyman. Sening dardingni ko'mgan kunim qolmadi mening. Hey, men seni urdimmi? Ya tilladimmi? Hey, mal kiygan kiyimimga qara. Yeydig'ining tig'i yo'q. Senchi o'zingni ardab yurgich yog'li qatib, ko'chaga chiqib birsak tegib ol. Hey! Sen tig'i meni urvatamsan? Og'zingda nima chiqyapti bilamsan? Nima chiqdi? Biz osh qildik. Hey, to'g'ri vaqirma qo'lim qo'shla anglab qolsiz. Sen eshak satli bilamsan? Haq anglasan. Biz osh qildik. Ovozingni past qil. Meni urvatamsan, ketaman. Yo'qol. Yo'qolsam yo'qoldim. Ajrashma. Ketibman.
Kela bola. Bo'ldi qozon, yig'lama. Bo'ldi qozon, yig'lama. Bo'ldi bolam, bo'ldi. Bo'ldi, yig'lama. Başıma öy oldu mu? Bo'pti balam. Dastlabda shuncha nasihat qilsam unimiding. Mana endi bir balaliq bo'lganda ajrashaman desang qanday bo'ladi? Ha? Hey, ajrassang yana bir mo'j pul xajlab o'ylindigan gap. Hey, hech bo'lmaganda balaning yuzini qil. Balani yetim qilma. Belkim qo'ling o'ptaroq pul ko'sa, dilxumarmi ushoq so'zlamaydigan bo'lar. Hey, avval pul tap. Shu chaqda vaqo o'g'il boladek ish qilgan bo'lasan. Xotinni baqolmay turib, ajishiman desang, nomardlik bo'ladi-da. Hey. Voy, dolqimisiz, yaxshimisiz? Qani Yaxshi. aytkiring. Qani. Ay, anglasam og'rib qapti ekansiz. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Yaxshi bo'lib qoldim. Jurat bordu. Ha, Jurat ba. Jurat! Jurat! Dolqin kapti. Voy, To'lqin adash, qanday ahvoling? Uyda bir ish bo'lmagandi? Bir ish bo'lmadi. Shu Chiroying boshqachilik-ku. Voy, Jurat, siz nimancha alaqsada bo'lib ketdingiz? Xuddi siz bir ish terib qo'ygandek. Shundaqmi Dolqin? Yo'q, endi deyman, og'inam bo'lgandan keyin uning bilan kelishmaslik bo'lgan bo'lsa, bir ish bo'lmagandi? yo'q, hech ish bo'lmadi. Sendan yordam so'rab keldim. Ha, manda qishmiti. Ha, qani, uy kir. Qanamsa uy kiraylik. Shunday qilib ketib qoldi, adash. Yeneklik qilibsan, To'lqin. Qancha bo'lsa-mu o'zingni besvasan bo'ladi. Qandaq? Endi seg'inga o'xshamamsa? Voy, seg'inmam temsa. Balımı toza ko'ydirgidek bo'lganda hozir. O'ylab baqsam, gunohman ekan. Endi aroq ichmayman. Demakchi bo'lganim, dilxumarni akilishga sizlarmi bilib bo'lsanglar. Mayli-da, opamagan odamim qolmadi. Bo'ladi. Biz bilib boraylik. Lekin za musha aroqni sizmi ishmisiniz bo'pti ekan. Aroq bilan vayron bo'lgan oilalarmi ozmi? Aroqni ichsa bo'ladi, lekin joyida ichish kerak-da. Ish qilib amal bor, ishmagan yaxshi. Jurat. Ish o'qiting qandaqroq. Bo'lsa, men sen bilan birga tijorat qilib baqsam. Adash, hozir ishning toza tayini bo'lmayotdi. Hamma odam pul topman deb yurgandan keyin pul tepishim tezlashib ketdi. O'zingmi bilasan. O'tganda bir qo'ymuchiq uchrab, bir munch pulimdan ayrilib qoldim. Keyincha seni o'zim chaqiraman. Qo'limda ozroq pul bor. Hozir shuni yumiltib tursam, keyincha sen birga qilasan. Ha? Alloh osmayli. Voyras, o'ltiribda ketibdi-ku. Bo'linglar tez, dilxumarni ag'ilib boraylik. Jura. Ya, aka, bu yoq tepa. Ya, Moira. Akila. Tepa. Ola. Ya, akila, bu yoqqa. Tepa.
Dolqun! Ay, qandaq ahvalınız qizim, tinchlikmi? Dolqun bormi? Hozir namga chiqib ketgandi. Hozir kira, ha? Qizim, quruqlik kep qoldim. Mana az bo'lsa-mu. Shundaqlik kelavermang, rahmat. Amin. Allahu Ekber. Qana tinch o'tirdinglar. Oy. Asta. Dolqinjon buni To'xta! Bu isblas! Ne qilsa? To'xta deyman! To'lqin! Bu isblas! Hayvan! Paçıqını çekmedim ben! Ne qilsa? Bu isblas! Hayvan! Neyini söndürsen? Neyini söndürsen? Bu isblas! Seni çöpe öldürmeyeceğim ben! Dolqun! Senin balam kolunu ta! Dolqun! Bıraksınlar! Dolqun! Olcukun oyunu kalıdı! Polis peşini tutuyor! Olcukun! Sayın Dolqun! Kishi o'z taqdiriga oldin hukm qilinmaydi. Agar insonlarda o'z taqdirini oldin bilalaydigan qudrat bo'lsa-di, hech kim pushaymonga qolmas edi. Turmush o'zining rangarang va agir to'qayligi bilan go'zal. Ana shu go'zallik ichida shundoq bir kunlarmi keladi-ki, inson o'zining nima bo'lganligini bilolmay g'angirash ilkida qoladi. İnsonga turmushning ochiq savig'i nisb bo'lmasa, u mangu o'zidagi savallikni his qilolmaydi. Uning quchug'idagi bir norasidi jonqu taqdirning ig'ir chaqchig'i hadiya qilgan bu sovg'iga zodi nima degani?
Мәліңізге бармаған болсам çıkmadınız. Öygümüzde bağın var. Nem boptu? Bu mu özemli uy? Sizi de sevindirip beni. Kıyınlık qil. Öydekiler körüp kalgan bolsa, qanday qilardi? Körüp qaz nem bo'ladi. İkimizin toyunu baldırı qilib qo'ydi shu. Eski. Davatkan gepini qil. Beygumar, bizning qachonmi baxtli oilamiz bor. Xudoyim buyursa. Bizning uyimiz bo'lsa, yana tehi omaq o'g'limiz bo'lsa, o meni dada deb chaqirib kelsa, ha? Uy, eski. Qilin. Bugun bek ko'ngilli bo'ldi, ya. Dolqun! Hay Dolqun! Meni saqlab tur, hozirlik kelman. Ha, mana. Dolqun! Apan seni izlab yursa, bu yerda yurasan go balam. Ha? Savoqdishim uchrab qolgandi. Savoqdishim degan. Ha. Uyga tezroq borgin balam. Apang tamoq saqlab qoldi. Ma'qul. Dada, bugun ajab bu yerga kelyapsan qo'y. Balam, mahalliga qaraganda bu yerda sodi yaxshi ekan emasmi? O'ta yo'l deganda ishmi ko'p keladi ekan. Ama beriver. Ma'qul emsa, men ma'qul. Boyqi kishi kim bo'ladi, Dolqun? O bizning tan qo'shnimiz. Dadamda azroq ishi bor ekan. Shuni meni chaqiribdi. Ha, mundaqda. Maligimi kelib qoldik. Men kirib ketay, Dolqun. Bebinur, Hı? Ati nerede görüşümüz? Koni joyda saqla. Ha? Tova. Dolqun shundoq samimiy yigit deb ishongan edi. Lekin u qarab turib meni aldayotdi. Dadasini mendan yoshirganga qaraganda, uning men bilan to'y qilish maqsadi yo'qmi? Oğlum, işinmi çoğuyup kaldı. Emdi bunda birka yürüyüversen. Şu emasmi balam? Ati ögün seni öyleydigan çağda. Kız taraf nerede işleydi, nemi hünür ba dep sürüştü kılıdı. Şunç közünge qarab oqısak, ya mektepte yaxşı okumadın cenim balam. Emdi bolsumu, bire hünerinin peşini tutsan bulatdı. Apang rastaydı oğlum. Ati ögün quruq söylep canığı esqatmaydı. Hazırgı bizba ötüp gete. Lekin toy qısan. Gepimni anlap, mozduzluq önürümni bolsumu, ügünüp qoyğının yaxşı balam. Hükümetin terilgiyaga hisoblab bergan pulni yaxshiroq tijoratga ishlatmay, bekadin beka so'rib tugatdi. Tijoratni aplashtiramagandan keyin hunar o'simi o'rgansang bo'ladi, balam. Men sizlarga necha dedim-ku, hunar o'rgangim yo'q deb. To'pig'i milinib, necha qerish qasmoq bo'lib topadiganimiz aran 2 tok pul. Jurat og'inam dedi. O cho'ngroq sodiga tutish qilgan aman meni sherik qilib olgan bo'ldi. Sizlar meni qistavamsanglar-chu. Onunğumu bir muncha sarmoya ketidi balam. Qarasam, loyig'ingmi badaq qiladi.
agar to'yga qo'pib qolsak, Ne mandaq beshimni og'irtayversizlar. Meni aromimni qo'yamsizlar yo'q. Толқын, төнегенki kishi zodi kim u? Rost tam qo'shnimiz shundaqmi? Yo'q. O mening dadam. Mana emasmi Толқын? Nemishqa menga yolg'on so'zlaysiz? Uni dada deyish shundaq tasma? Sizni mushunchalik qilgan ashu mo'zzoz dadingiz emasmi Толқын? Men ko'yganlik qizga mening dadam mo'zdoz deb yursam bo'lmas. Men keyincha cho'ng savdo bilan shug'ullangan o'g'il bola tursin. Ko'yganlik qizga? Demak, men sizning nazaringizda ko'yganlik qiz shundaqmi Толқын? Meni xato tushunib qolmang, Bebinur. Men sizni rostila yaxshi ko'raman. Толқын. Siz meni aldayapsiz. Men sizni bundaq qila deb o'ylamagan edim. Hayır. Bebinur, gapimni anglang. Men sizga tushundiray. Bebinur. Bebinur. Men qanday qilman Jur'at? Siz uydagilarni obdan bilasiz. Bu ahvollarni bildigan bo'lsa, meni o'ldirib ketishni olmaydi. Balın çürüteylemse. Nima? Balni tushirg'iz etib shunday qasolli qutulay demsiz? Bilib qo'ying, men balni hargiz tushirmayman. Ha, ne bilan deydigan sen canım? Ha? Hozircha balını çürütüp tursan, ha? Balini hargiz tushirmayman. Uning bilan ajrashing. Ajrashqil olmayapsan. O'zingiz ajrashqish yo'q yurgansiz. U degan boyvachchining qizi, shuni qanday chaplashib olgansiz? Oy. Толқынға bu. Nim bo'lganda onunğa? Nim anchima so'p ketgandi. Tog'dan so'zlasam bog'dan so'zlaydi-ku ma bu. Aldırma canım. Buguncha ma'qulni olib qaytib turgan. Qağa ishni keyinchi birdim deyishayli. Men Толқын og'inamdan ahvol so'rab baqay. Xotirjam bo'l canım. Men seni hargiz noumid qo'ymayman. Menga ishongin. Bo'lamdi. Buguncha qaytib turgan. Hey, Толқын. Толқын. Oy, Voy, Jur'atni sen ag'ina. nima ko'p ichib olgansan og'ina? Ha? Qanday ahvoling? Yaxshi, yaxshi, o'zingchi. Ha, yaxshi. Ha. Ichib olsang davomli o'shingni bilmay qoladigan qo'ying bor sen. Bir yerda yiqilib qolsang qanday qilasan? Ha? Undaq chiqib ichapsan. ichman. Dardni deb ichman. Dardingda? Ha, Jura. Undaq bo'lsa men sening dardingni bir anglab boqay. Sadi, nima darding bor sening? Ha? Ha. Chiqa. Avayla. Ha? Hoşça. Hoşça.
Ayt adaş. Bugün sana zat nima bo'ldi? Ha? Degine adaş. Men zaten neyim boğan adam. Nemişki sendek çoğun soğudigar bolanmayman. Nemişki daha hazırgıca toy kılanmayman. Nemişki Bibi Nur meni taşlap ketidi. Eyden. Zaten nemişki. Voy voy, mallan tasmini. Hey, qiz bola tashlab ketganga yig'lab juramsan, ha? Aytar, zodi kim seni tashlab ketdi? Daha kim bo'laddi? To'y qilmoqchi bo'lgan loyiqim tashlab ketdi. Adaş, men saqlaqo. Toza chiroyli qizdan birini o'zim tunishtirib qo'yman. Men degan mo'zduzning o'g'li. Meni hech kim yaratmaydi, adaş. Hech kim yaratmaydi. Hay. Sen degan cho, hammani cho'ng sodigar bo'lsa, buningda chataq yo'q. Shu chaqda qiz degan oqindan qandoq yuguraydi? Andin bilasan, ha? Rasma. Dilxumor degan nimani qandoq qilsam bo'la? To'lqinga tunishtirsamchi. To'g'ri. Bu chora bo'lgudek. Jurat. Ha? Nim bo'ldi? Xiyol surib yetib ketibsiz-g'o. Nim bo'ladi? Xalqning g'amini yo'votaman shu. Nima? Xalqning g'ami? Voy, o'chiqroqdanga zod nima ish bo'ldi? To'lqinni tunishsiz-g'o. Ha. Uning bir ish bo'lmagandi. Bir ish qo bo'g'ini yo'q. Lekin ash bichara ta hozirgacha loyiq topolmay, to'y qilolmay yuraydi. Tova xudoyim. Shundoq yaxshi yigitmi ta hozirgacha to'y qilolmay yursa. Hammasi bog'o. Pulning dadi shu. Agar shuning puli bo'lgan bo'lsa, qiz bola degan bog'o uning kaynidan tik yuradi. Undaqmi deb ketmang Jurat. Ko'ngil deganni pul bilan setib olg'ili bo'ladimi? Shu bichariga obdaroq loyiq bo'lgan bo'lsa, birini topsaq bo'ladi. Shuni danga. Haras. Heliq Dilxumor degan do'stingiz-chi? Haras Dilxumora. To'g'ri xudoyim, ajab boldir esim kelmabdi. Ashu bicharningmi bir yigitdan ta hozirgacha ta'li chiqmayotdi desa, u kim bilan yursa, shu uni tashlab ketib qoladi. Bo'sg'u ashu ikkisini bir tepishtirib qo'ygan bo'lsak, toza obdan bo'ladi. Biroq shu Nim biroq? Dilxumorning talabi bakli yuqori deyman. Hey, avval ko'rish baqson. Ko'rishgandan keyin andin to'lqinni andaq yaxshi, mundaq yaxshi, mundaq kelishgan, qo'l ilkida ba deb maqtaysiz. Andin ikkisining besh bir ekanmamda jinim, ha? Shundoq qilamliq ya. Savobnim olamas. Bo'z shunday qilmaylimi, ha? Ma'qul emisa, ularning beshini bir qilsak bizga savob bo'lib qolar. Undaq yer bosmaydi. Balli. Mana endi ayolim qo'shidinglar. Mayli emisa. O'ngshapmi qo'ymabdi, ha? Uning qo'ldan bundaq ishlar kelamdi. Qandaq? Bola bir og'rib qolmay obdan turganda. Yaxshi. Bolacho, ko'rinmaydi-ku. Uyda uxlayotdi. Assalomu alaykum Tursunka. Va alaykum assalom bolam. Qandaq ahvoling? Yaxshi turib-o'tamsiz, ha? Qani, o'tir. Qani kela, sen o'ltir. Amin. Allohu akbar. Qandaq To'lqinjon? Sizlarni yarışib qapti deydi. Shuni anglab, alaydan sizlarni yo'qlab kelishim, ha? O'zingiz o'tirsinka. Amaroq. Qadri avval bolam. Yana shu do'konning ishlari bilan aldirash. Qizim, mijozingiz yo'qmi nima? Chiroyingiz bo'lakchilar. Sal mijozim yo'qtirdi.
O'zingizning salomatligi yaxshidir. Yaxshi. Balam, men dadang rahmatlik bilan yaxshi o'tgan. Dadangni desam-g'o, sana qancha qilsam arziydi. Lekin senza bo'pti. O'tgan ishga salavat. Ammo shu aroqni ikkinchi og'zingga og'chi bo'lma, ha? Aroqni tashlab, o'g'il boladek ish qilibsan. Mana bugun do'konga bir kun bormagandan, sendan ansirab otang kelishim. Mana seni o'z ko'zim bilan ko'rdim, hamda xotirjam bo'ldim. Rahmat sizga Tursunka. Elimiz siz menga o'z dadamdek ko'yinyapsiz. Ashu do'konni echishqimi siz menga yordam qildingiz. Undaq dema, balam. Bir yaxshilik unutilmas, bir yomonlik debdigan. Qo'limizning kasla yaxshilik qilganga yetmaydi, ha? Kemmiganga amal yo'q. Bo'pti. Hozircha remontchilik o'smi qilib tursang, qolgan ishni keyinchi maslahat bilan bir ish qilamiz. Qandaq dedim? Xudoyim buyursa, buningdan keyin hammanglarni rozi qilaman. Appali, magiping joyida deganingdek bo'lsin. Haras qizim Dilqimar. Mau yuz ko'yni az bo'lsa-mu turmushinglarga ishlatib turasizlar. Bu qog'iniga yana men bo'lgandan keyin bir ish bo'ladi. Amin. Allohu akbar. Bu xush xabarni anglab do'konning ishlarini tashlablar kelgandim. Men do'kon qaytay. Dilxumar tamoq yesa. Bo'ldi. Xo'sh, rahmat qizim, rahmat. Men tamoq Tursunka. Aram bir kelganda tamoq yemasangiz bo'ladi. Tamoq yegidek bo'lib ayrim kelmamdi men, ha? Gap qilinglar bo'ldi. Xo'shamsa. Xo'sh. Biz endi yetim yesir bo'lib qoldikmi? Haq bizga pul sadiq qilib berdigan. Hey, bir odam yaxshi ko'ngli bilan kelsa, yana gap topamiz, ha? Boy bir obdalli bo'lib qopti kelsa, birdamdila. Haqgas qopig'imni turib olamdim, u degan sizning aziz odaming tursa. Og'zing yana ichildi-ku sening. İçilmam deyimsə, xalqdan qulluq qarab divanda yaşagandı ekan. Hey, oşnağını xiyal qilmay çayın iç. Çay chiqib qo'lingdan kela. Tayyananı yemek nim degan oson, ha? Meni çay ishkili qo'yamsan yo'q, ha? Og'zing yana ichildi-ku sening. Undaq bas talağa chiqib oshnaң bilan ko'rish. Uyga chaplab qo'ymagandı ekan seni. Tova, Xudoyim. Ma kaskini og'iz besilmayotdi-da. Og'zingni beqib so'zla deyapman. Ha, so'zlayman qo'qanda. Hay. Hoy, chuchu qarazlar. Hoy. To'qishmanglar. Juratmisan? Keladi do'stim. Salomat turgansan, ha? Salomat. Qanday ahvolingiz? Kelaman, Allah. O'ltir. Qani kela. Amin. Allohu akbar. Qanday qadash? Tinchlikmi? Salomat turgansan. Seningmi biz taraflarga o'tadiganға vaqting yetdi ekan, ha, og'ayni? Shu emasmi? Yaqindan buyon yo'qotib ketdingiz. O'zinglar adash, biz tarafga boraymi demaysizlar? Ajtanglar tugidi, ish bitdi danglar, ha? Shundaqmi? Adash, uyda bekor yetayverma. Uyda bo'lsang, urush jadaldan xoli bo'lamaysan. Ha? Bugun mijozim yo'qdi. Shunga bo'pti. Bugun uyda bo'lganingmi, nayt yaxshi bo'ldi adash. Menmo sen bilan toza bir mo'ndishay deb kelgan. Ajib yaxshi gapsiz. Bugun qanig'idek mo'ndishinglar. Men sizlarga o'qitib qorin tayyorlay. Voy, sizni avar qilgan bo'ldik hamsa, ha? Qani, yuqoriga chiq. Xo'sh. Sen bilan paranglasam adash. Balaliq chaqildirimga qaytgandek bo'lib qolaman. Sana bo'lgan mehr muhabbatim
Acayip cho'nqir juma meni. Ha, al adash. Yo'q, og'ayni. Bayatdan sening ko'ngling deb azroq ichib qo'ydim. Endi ichmay. Men tex buni yengilib tashlagan. Pa. Yana gap qo'y bu, ha? Aroq degani-chi, ko'yganlarda ichmaysa, mana bugünkidek chog'da ichsa, icha. Shuni deyman, ichadigan yerda ichmaysiz, ichmaydigan yerda ichib dumi yetib olsiz, ha? Ma'qul degani og'ayni. Men buning dardini oz tatmadim. Bo'ldi. İçmeyçi, bana zo'lamagan. Bo'ldi, içmey. Hey, men seni vaqo odam etib keldim juma mayaga. Shu emasmi? Ichchimi? Bugun Jurat hamma narsalarni siz uchun keldi. Og'ayni, bugun ko'nglingni deb ichay. Xo'ja. Yaraysa adash. O'g'il oldek ish qilding juma. Yaraysa. Dilqumar, balning yig'isini to'xtatsangchi. Gapga qo'shtirmay yotdi. Ha? Voy, Jurat, mesele qaldingizmi? Men senlarga gapdingiz. Voy. Sen bilan biz degan o'z odam-ku. Qandoq dedim adash? Shunaqa emasmi? Adaş, ilqi sodishi qanday bo'lib ketdi? Adash, xotirjam bo'l. Ilqi qo'ymichi chet eldan qaytib kelsila, shu pullarning hammasini sana dasmoy qilib berma. Shu chaqda vaqo, pul degandan qonga o't qo'yamiz. O't, ha? O't qo'yamiz? Ha. O't qo'yamiz. Ha, o't qo'yamiz, ha? Mana shunda qo'yamiz. Yaxshimisiz-da? Qo'rim buyurtamsiz-da? Adash, men buyurtimiz. Xalqini buyurdim. Non yapma qordaq. Onziq kebab. Lampon. Kalgish qo'rimsiz. Hay, yen buyursam da ixtiyoringiz. Anarsida ishkin. Ma'qul. Adash, bu restoranning ichi chiroyli ekan-a? Ha, rost chiroyli ekan. Adash, Juratku. Jurat? Adash, bundaq paskillarning adını uchun musharil berayli. Juratning mushundaqligini burunli biletdim. Kirib ularni rasvo qiltayli. Bugunkidek tutib olgan chog'da uning adını berayli. Ajishib ket bo'ldi. Uyga boqib, Adash o'sishiman. Hey! Vicdansız.
Canım balam, canım kozam. Hey, ne buldun? Ne koydunuz? Oy, emdi geldim ben. Emdi geldim. Yolgan gep qilmang. Yalgan gap qilmayman qilaman sana. Qo'saq ichib aran qolganda. Qaraganda restoranning tamoqlari qo'sig'ingizni to'yg'izamabdi-da. Qaysi restoranda gapini qilyapsa? Yoshirmasingizmi, men hammani ko'rdim. Voy-a. Eliqi restoranda tamoq yeb o'ltirgan edimsa. Voy. Hey, qara. Bu degancha, eliqi qiz bilan savdo to'g'risida paranglashayotgan ish bu. Bunchalik ish xop bo'lib ketsang, bu uy qandoq uy bo'ladi deyman. Siz sodni ajab obdan qildi ekansiz, a? Chiroyli qizlar bilan chaptashib o'ltirib, bir-biringizning ko'zining ichiga qarab degandek. Dana jurat, sizning ko'nglingizda zodi men bormi yo'q? Agar men bo'lmasam, biz chiroyliqcha ajrashib ketaylik. Hey, bu sarangmi o'g'misan? Qara, savdo deganni ko'ch-ko'ylarda qig'ilib bo'lmaydi. Ayrim yerda o'ltirib, ayrim paranglashib, hamkorlashib, ondan qig'ilib bo'ladigan ish bu. Hey, men seni yaxshi ko'rmasam, bu uyni tutib sarangmi men? Men seni yaxshi ko'raman jinim. Uning ustiga tatliq bir o'g'limiz tursa, meka jinim, meka, tatliq o'g'lim, meka bola. Bu Nədik yo'q gaplarni qilib o'ltirdi ekansan. Ajrashib ketish shundoq oson ishmidi? Undaq yeringiz bo'lsa, haliqida qizlar bilan sodni azroq qilasiz. Hey, sen bu to'g'ri tushan qara. Bu savdo deganni-chi, bundaq tamoq taklif qilib, siliq gaplarni qilmasang, qanday qilib bo'ladi bu ishni? Talabtuzli qilib bo'lmaydi bu ishni. Bundaq tamoq akirib, bundaq siliq gaplarni qilib, anchimi chapa demasang, qanday qilib bo'ladi bu ishni? Mushuningga chidamasang, bo'lmadi bu. Shundoqmi bolam? Shundoq bo'lsa-mi diqqat qilasiz. Men kirib choy damlab chiqay. Xotirjam bo'linglar xotin, xotirjam bo'linglar. Men sizlardan bilgini vaqo, hargiz yaxshi ko'rmayman. Ha? Dolqon, ishlaringga kirishib ketibsan, ha? Endi sen vaqtincha do'konni mushadi ichib tursan. Ondan o'tariq yerdan bir uy tepib, remontxonangni cho'ng qilib ichib bersam, do'konning ishida qilasan. Rasma? Ras. Rahmat sizga tursinka. Aldirab xo'sh bo'lib ketma. Oldingda texi nurg'un ishlar bor. Sen shuni chidasangli bo'ladi. Xotirjam bo'ling tursinka. Qanchalik jafo olsam chidayman da. Yaxshi. Ağlasam kent ishxonasining oldida bir uy bor ekan. Ijorisimi arzonkan. Men shu uyni bir fuqishib baqay. Agar muvofiq kelib qolsa, shuni sana do'kon qilib beray. Bo'lamdi. Xotirjam bo'ling tursinka. Qiyin ish yo'q olamda, ko'ngil qo'ygan odamga degan gap bor emasmi, ha? Barakalloh, Dolqon. Ish qilib bardoshlik bersangi bo'ldi, ha? Qanday? Bir opdan ishga kirishib ketding mana. Men do'konga chiqay. Sen ishini qilaver, ha? Men do'konga chiqay. Bo'ladi. Ma'qul. Rahmat juma tursinka. Rahmat dema, ishini qilay. Ma'qul. Kim o? Cüret. Siz kimsiniz? Vapasız. Xapamıqna jinim, bu kiyimni seni deb oldim. Yani men aldavatsız, ha? Oy, seni oldim edim jinim. Ko'nglimda faqat salla bor, ha? Yani men eritdingiz, ha?
Sen bek tatlılıkçı var canım, ha? Bek tatlık. Dilxumar? Dilxumar? Canım, ha? Cüret! Sen! Ben şöyle hayvan can. Bu ispas. Ben şöyle oycan. Ben şöyle hayvan! Ben seni vurup öldüreyim ben! Git yapaya! Bu resmen! Bu ispas! Bu peskeş! Ne kaçsan? Giden nereye? Bu resmen! Oy, oy! Tokta! Tokta deyim ben! Bu ispas! Hayvan! Parçalarını çekmesin ben! Ne kaçsan? Bu ispas! Hayvan! Mimini söndürsen! Ha? Mimini söndürsen! Bu ispas! Seni vurup öldürmedim ben! Dolkun! Cinin balak kolunu tak! Dolkun dokunma! Dolkun! Oldu kıl o ölü kalıdı! Polis peşini tutun Dolkun! Oldu kıl! Bak şu hayvan Dolkun! Dolkun oldu kıl! Polis geldi! Ben sizinle Cetim bala, bu bizim yeni gün. Hoş geldin. Toyning hisobini qilaylik. Ma'qul. Adash, toyning hisobini qilib etdim. Sen xotirjam bo'l, ha? Rahmetçim adaş. Sen bilan biz aloqani bunchalik ishga rahmat deyish ketamiz. Bizga ko'p yordam qildi. Rahmat demasak bo'ladimi? Qara, tirnoq to'xtirda qizning birini elib oldi, ha? Bundoq to'yga qanchalik hajsak arziydi. Rahmat. Elime. Heliqi qarz egisi yana kepti bola. Qarzlarni degan möhlat ichida qayturmasak, to'xtam bo'yicha yer xetini bermakdan boshqa chora yo'q. Ay, qandaqmi qilamiz? Hajatmi to'ydim bu uydan? Dilxumar. Ay tova. Qarab turib qilayotgan qilg'in qaranglar. Hey, nimanda qilasiz? Nim qiptimi? Ota onamning oldida nimanda satqiliq qilasiz? Qachonli qarzning gapi? Sta, qarz egilari oldirib qanday qilamiz? Sizmi jur'atdek o'g'il olgandan pul tepishni qilamiz? Dadangizdan xatning kashni yomon topgan ikki to'q pulga bizni uyimiz uy bo'ladimi? Jur'at cho'ng sovda chiqqan hamon seni chaqirman dedi-ku. Shunga Sizchi? Sizning bo'lgan odam jur'at bo'lmasa jon boqqanmisiz? Qandoq degan lotini bu? og'zingni yum. Yummayman qo'qada. Elim mo'zdoz o'yida gap qilmay turib beryapsan xo'sh bo'l. Sen
yana azroq ichib boqsizlar dadisi. Kela balam, kela. Dada, ahvolim qandaqroq? Xudoga shukr, bolam. Bala, Dilxumar kemmidimi? Onun sal mijasi yo'q. 18 karvatdagi bemorning egisini mas'ul doktor chaqiryapti. Balam, men doktor bilan ko'rishib kiray, sen dadangga qarab turgin, ha? Teşlikmi? Keling, yaxshimisiz? Doktor. Chaqirtib ekansiz, bir ish bormidi? Shundaq. Bemorning kasallik natijasi chiqdi. Ko'nglingizni yerim qilmang edi. Herhalde ideya jihatdan tayyorlik ko'rib qo'yinglar. Yo'ldoshingiz jigar rakining eng oxirgi bosqichiga berib qopti. Shunglashqa nima? Bolnisdan olib chiqib, yaxshi kutinglar. Ko'nglingizni yerim qilmang. Voy, Ada, nima bo'ldingiz? Ada? Allahu Ekber. Yıklama balam, yıklama. Özünü besip bakın. Balam, oldukkan. Ata-ananın royu korunup kalmasın, ha? Aman kaçı oğlum. Ketkenden kendiden ketkili bulmaydı o. Ha? Türe balam. Başpanasız kaldım bu abla. Yönetçisiz kaldım bu. Oldu yıklama. Sen yüzü beni taşlar gitsin. Səbir qıl balam, səbir qıl. Özünü desin. Ölmegen candır. Qəni də bitmə. Ölmegen candır, ümit var balam. Yıqılma, yaman boludu. Bak. Hey, yetip yesçi tağımı toşmaydı. Pul tep berdiğe atanız allıqatan tügep ketdi. Tom pul tapaydı men keşkisi muşunaq yatamsız. Tatına putunuz ne? Neymiş kımı olanın kadriga yetmegandimi? Hüner ögen dese, neymiş kımı ögenmegandimi? Oş, xotun kiştek tol közünüzün suyunu qıtmang ha? Hüner ögendim dep munsuz basınız bulamdı. Deryadaki kunduz mu, asmandaki yulduz mu, bu cahanda er yoqdak, tapqan erin muzduz mu dep, xalqning aldida külkü qasan bulamdı, şundaq mı? Onunsuz mu kolumdan hiç iş kelmese? Ha, hiç iş kelmeydiğini özünüz mü bildikensiz ha? Oğurluqçı tapqan işki tök pulunuzu qosaq duyamdı. İsit sizge tekkinimki, isit. İzlip yatmay qopuna ordunuzdan. Hey, neymi demekçi sen, ha?
Nima? Nim deptiman? Pul topsin dedim. Mening dadimjaq og'illa. Lekin patarda cho'qim bayib ketaman. Kim? Voy, jur'atsiz Men ekansiz. men Amrig'im. Nimancha avar bo'lgansiz? Avar olmayamisa, o'g'lim yaxshi oziqlanmas bo'lamdi. O'tib bering, saram. Haq angli sattirmamdi. Hech kim anglamaydi jinim. Eringiz olsa allaqachon qavoxonda mas'ub yetib qoldi. Nima ko'rdingiz? To'qmish tomamda. Qarasam g'arqmas. Shu men g'ibbi bu kelishim. Hejib o'sh bo'ldim Alloh taologa. Ichishdan boshqani bilmagan. Voy jinim. Og'zingiz nima ichdik sizni, ha? İşte olmam deyemse, onunla tegip kalganımga mın pişayminim ba. Ya ko'nglimni olamisa, ya o'zini xush qilamisa. Bo'ldi qiling jinim, ha? Agar hushyorroq birasiga tegib qolgan bo'lsangiz, ba'zi ishlarning hududini qanday chiqardingiz? Osh, hamma sizning kasobatingiz. Nədinmi tanıştırdınız onu? Bo'ldi qiling. Yeningizda mana men bor, ha? Oy. Dolqun bu. Ha? Nima bo'lganda bu? Ha? Dolqun? Dolqun tura. Hey, Dolqun? Tura. Tura. Nima bo'ldi? Ha? Hey, ko'zingni och. Ko'zingni och deyman. Hey, Dolqun. Tura. Hey, Dolqun, tura. Hey. Bek mas'ub ketibsa. Tura. Mushundoqmi ishgan bu maraqni? Jir. Dilxumar! Dilxumar! Voy, kim o? Men, Dolqundan kelgan. Voy, kim o? Voy, men. Dolqunga mariq ish mas'ub qopdi. Voy, nim bo'pti buningga? Jiqroq ishib ko'chada yetib qopdi ekan. Men keldim. Jir. Uyga kirib deymi? Ha? Voy jon, mushad yetqizib qo'ying, ha? Ma'qul. Mushadlaysan. Shundaq mas'ul ham bormi? Qarang, uning masligini. Yata. Dilxumar, men qaytdim hamsa. Sizni avar qildik. Yo'q, hech qisi yo'q. Xo'shamisa. Vey, kunda ichishni bilgan bundaq yashiqchi o'lsangchi. Bozorunga chiqmay tek yetibsan-ku. Isat sendek erbog'icha. Ne qari so'rilib yurgan. Nima deyapsiz, ha? Ey, bundaq yashiqchi o'lvasan olmamdi. Qara aptinga. Soqilingni ammag'i necha topdi. Nagili qarisi eshakdek ig'inib yurgan. Teyasını içsinir bilgen. Bu lahva.
To'la kapsima. O sarang oyoq kesh, men suv chashqirak bo'ldingmi? Hey, mava uydichi qo'sqimiz osh qilyapti, osh. Mava bal o'lay dedi, ko'cha xotin balarini boqamadim, sazoyi deb chiq. To'la kapsima, hey sarang. Sarang degan sen o'xshash ishtini topamiz xotinning paypiga ta'tir kelgan odamni sarang deydi. Ey, to'la so'zlama. Az topsammi kunimiz yomon emas o'tyapti-ku. O'zimni o'ngshi vaqtcha meni kuni og'li qo'yamsan yo'q. Divanchilik qismi kun degan o'tadi. Uningdan ko'ra ajrat og'inanga qarab baqsang bo'lmanda, u ayolga qarab baqa, uylarga qarab baqa. Sen mushularga o'xshash pul topsang bo'lmanda, ya ayollar bilan choy o'ynayolmagan, ya o'yin tomoshadan tayin bo'lmagan, kiyim-kechaklarimning hammasi modada qolgan kiyimlar. Bu oyda oxiri o'ldirsan-ku meni. Ey, Shuhrida, senchilik kiyamaydigan, bizchilik yemaydigan ne odamlar bor. Nima degan to'la jidal bu? Qo'shnilarimizning hammasi bizning jaqtoydi-ku. Dat so'zladi da. Ajrat og'in. Ey! Jep jinimga tegding-a? Berib shuningga tegmabsan. Ha, tugma qanda. Ola, ma balani ol. Men mushu uydan chiqib ketsammi bo'ldi-ku? Chiqmam, oshdan qishqma. Bu sat xoraq kes. Yo'qol ko'zingdan. Kötü qasqiningni nega qilsang bak. O'zim zalla. Bir obdan var etti. Siz bo'lmasangiz yaşayamayman To'lqin. Isit, sendek qaraq kechga nimishqim tekkandimi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom bolam. Qanaqa ahvoling? Ha? Obdan turdingmi? Ha? To'lqin, boshqa tursan, bir ish bo'lmagandi. Ha? Gap qila? Tursunka, burun bilmabdi ekanman. Ota-onamning sizning qadringizga mana endi yetyapman. Bilet epsetibmi, bu oilani hech qamdi yamadim. Men endi qanday qilishimni bilmayapman Tursunka. Öz vaqtida bizning nasihatimizni anglamading. Mana endi ziminingning tang yerimi qarz egalarining qo'liga o'tib ketdi. Ilgari ot hunarni pes ko'rgan edim. Mana endi qarong'i bozorda poyez belti ilib setib, bayonkesh qilyapsan. Hey, maqara. Aramni ko'nglim ko'tirdi-yu, balanni ko'tarmamda. Mana hüner degan tugmas buloq. Ha? Balam, elam bo'lsa-mu, aqlingga kel. To'lqin maqara. Poyez biletini arzon ilib, qimmat setib, vaqtincha foyda ko'rganda qilgan bilan, buning chatig'i to'la ish. Eng yaxshisi o'zingga umrlik nontipiydek bir ishning peshini tut bo'lamdi, ha? Tursunka, men endi qanday qilsam bo'la? Maqara To'lqin. Sen avval bozor kuzat. Sen qilish ko'zing yetkidek ish bo'lsa, biz bu qarab turmaymiz-da. Ha? Ya bo'lmasa, bir og'inangdan qarz so'rab turasan. Mayli. Bo'lmasa shunday qilay. Bo'ladi. Ma'qulamsa. Ishlaring bo'lsa yana kelgin. Men qaytay. To'xta. Uyingga non elib ol, ha? Men ananne uyingga bir bolalar bilan choy ichasan, ha? Usta.
yana ish pishiringiz tatinmay kel, ha? Bo'ladi. Rahmat, Tursun. Ma'qul. Xo'sh emisa. Xo'sh. Fa. Qani adaş, çay ichi? Çay içcan. Tatinmay ağaç o'tiringlarmisa, ha? Rahmat. Shunda qilib, ichimlikka berilib ketdim degina adaş. Nima amal bor deysa, ag'ina. Turmush dedi. Bir ish qilay desam, qo'lda dasmoy yo'q. Shu